Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muhterem qarindoshlar, bugun yana ikramda sizlar bilan yuz ko'rishdik. Hammalarning xabari bor. Bugun ciddi bir şekilde Uyg'ur xalqi muhojirlari Xitoyninki psixologik urushiga, hujumiga duch kelayotgan mush paytda ciddi bir davolanishga muhtojmiz. Nim bo'layotganligimizni bilishimizga muhtojmiz. Buningdan qochib ketish bilan qutulish yo'lini tanlamasdan, buni davolash bilan qutuluş yolunu tanlashga mecburmiz. Çokum muhaciretdeki Uygurlar en muhim milletninki izbasarları dep tonuğanlığımız için evvel özümüzden kesilini, özümüzdenki o'ttirg'i chiqqan krizislarni tugatishga muhtojmiz. Shu tufayli biz xalqarada, ya'ni Uyg'ur xalqi ichidan yetishib chiqayotgan har qaysi sohalarda o'qib o'zininki ilm orqali Uyg'ur xalqiga xizmat qilishni o'ylayotgan va yoki shunga xizmat qilishga tushgan bir qism doktor, olim, professor, ziyolilarimiz, ustozlarimizni ekranga kelish orqali o'zimizning kasalligiga diagnoz qo'yish va davolashni maqsad qilgan asosda bu programmalarimiz davom qilyapti. Bugun bizningki bergan e'lonimizda deyilganga o'xshash Yaponiyadan falsafa fanlari doktori bo'lgan Muxtar Abdurahmon muallimni ekranga taklif qildik va yana ayni zamanda psixologiya tadqiqoti bilan shug'ullangan bir kishi. Tövende men doktor Muxtar Abdurahmonni ekranga taklif qilaman. Doktorimizni kichikkina tonigandan keyin undan keyin biz hemen munozaraga ishga kirib ketamiz. Texniklik sabab tufaylidan necha 10 minut kechikdik. Bunu keçirishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum doktor Muxtar Abdurahmon. Va alaykum assalom. Allah razı olsun, bu kechada sizni uxlatmay, hozir Yaponiya vaqti 3'tün bir qancha minut o'tdi herhalde, mening bilishimcha. Yani bu fedakorliklar uchun oldi bilan rahmat aytaman, bu kechada programmaga qatnashganliklar uchun. Bizning manfaatimiz uchun yana bu kechani tanladik. Xalqimizningki manfaatini oldiga qo'yib turib, mayli men kecha bo'lsinmi, yana bu programma qatnashima deb programma qitilgan bo'ldi. Biz o'tgan qitimliq programmada sizlarni qisqacha to'nib o'tgan, ammo yana davomli xalqimiz, olimlarimizni, o'qigan ziyolilarimizni bilishga, to'nishga muhtoj. Shunga nihoyat qisqa bir shaklda sizlarni to'nib o'tsak deb o'ylayman, yana bir qitim ziyni yo'q. Shunga o'zlarini qisqacha bir tonishtirib o'tgan bo'lsin. Bo'ldi. Aldı bilan ekran oldidagi ko'rmanlarga men o'zimninki samimiy salomimni yo'llayman. O'zimninki qisqacha tarjimalim tushuntirsam, ismim Muxtar Abdurahmon. Ben 1972-yili Aksu viloyatininki Kelpin nahiyasiningki Achal yezida tug'ilgan. Ben başlang'ıç tuluqsiz va tuluq o'tirib tabani shu Kelpin nahiyasining ichida tamomlagan. 92-yili Xinjiang Pedagogik universitetining Uyg'ur tili adabiyatiga o'qib kirib, 97-yili yani Uyg'ur til adabiyoti kasbi bo'yicha o'qish bitirib Urumchi shaharlik 31-o'rta maktabda Uyg'ur til adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan. Taki 2005-yili yani Yaponiyaga kelgach oraliqda taxminan 8 yil atrofida Tuluq o'rta maktabning Uyg'ur til adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 2005-yildan keyin men aslan Yaponda bo'ldim. 2007-yildan boshlab Yaponiyadagi dangliq universitet bo'lgan Kyushu universitetiningki falsafa kasbiga o'qishga kirdim. Yani 2005-yildagi Yapon tili maktabini hisoblagan vaqtda, yani taki shu 2019-yilga bo'lgan, yani bugungacha shu 14 yillik, 15 yillik jarayonda men izchil Yaponiyada magistrlik, doktorlik programmalarini tamomlab
doktorluk ilmiy unvanı veriştim. Yani ben felsefe fanları boyunca yani Yaponiya Kyushu Üniversitesi'ndeki felsefe fanları boyunca doktorluk ilmiy unvanı veriştim. Ben asasen G'arbninki felsefe ve ularninki tadqiqat usulida Uyg'urlarning davlatchilik ideyasini, oddiroq aytsak Uyg'urlarning davlatchilik felsefasini tadqiq qilishni asoslab tema qilib tanlab, taxminan 10 yil atrofida maxsus shu tema bo'yicha tadqiqot yapadim. Mening doktorlik maqolamning temasi yana Uyg'urlarninki davlatchilik ideyasi temasi. Yani G'arbninki tadqiqot metodologiyasida turib, Uyg'urning davlatchiligini tadqiq qilish shaklida doktorlik dissertatsiyam tamom bo'ldi. Men hozir shu Yaponiyaniki Kyushu Üniversitesida o'zim o'qib olgan shu maktabdagi falsafa fanlari kasbiy tadqiqotchisi shu xil salohiyatda o'zimning tadqiqotimni davom qilyapman. Allah razı olsun. Bundan keyin men shu tadqiqotni texnik cho'nqurlashtirib xalqimizga ama hozir qadar yaponcha yozgan maqolalar chiqib ketdi. Ama Uyg'ur tilida xalqimizga cho'ng bir asar sovg'a qilamidik. Bunun asosan kuchimizni Uyg'ur tilida Uyg'urlarning falsafasini, Uyg'ur davlatchiligini Uyg'urlarga yetkazishni o'zimizning real masalalarimizni G'arbning falsafa nuqtasidan turib tahlil qilib, bu orqali xalqimizningki masalalarini eng zo'r darajada kuchimizning yetishicha hal qilishni va shu sohaga o'zimni berishni nishon qildim. Meningki javodim bu. Allah razı olsun. Bu günkü vaqt meselesinde men sizden bu sizlarga kechiga to'g'ri kelib qoladi ekan degan vaqtimda mayli kecha bo'lsinmi xalqimizga men bu jihat xizmat qilishga her zaman razı degan gaplardan nihoyat ta'sirlandim. Allah razı olsun. Yana bir qatim rahmat aytaman va mushu falsafa fanlari doktorligida doktor bo'lgan Uyg'urlarning ichida boshqalar yani buni qo'shimcha shaklda so'ray. Boshqa doktorlarmi bormi Uyg'urlardan yetishib chiqqan? Men boshqa chet ellardagi Uyg'ur doktorlarini men anchalik o'qib ketmayman. Ammo mening bilishimcha Yaponiyada saf falsafa fanlari bo'yicha o'qib doktorlik unvoni olgan Uyg'urdan mening qat'iy xabarim yo'q. Bo'lishi mumkin, lekin hozir qadar o'zini axborotga yoki sirtqi dunyoga oshkorlar shaklda o'tirib chiqib qolgan Uyg'urdan mening qat'iy xabarim yo'q. Sebebi menimcha olganda birisi bu sohaga kirishning o'zi bir xil siyosiy maydon, ya'ni millatninki g'ururiga, millatninki tarixiga, millatning falsafa ideyasiga yetakchisiga vakillik qilishni oldingi shart qildi. Bu yo'lga kirgan inson cho'qim nurg'un badal to'laydi. Mayli tadqiqot jihati bo'lsin, mayli turmush jihati bo'lsin va xizmat jihati bo'lsin, kishilik munosabatlar jihati bo'lsin, badal to'laydi. Balkim ko'plagan Uyg'urlar ama shu sohada bo'lgan bo'lsin, balkim o'zini oshkor qilmagan bo'lishi mumkin. Yana birisi bu kasbninki kirishning tasniki. Yani bu felsefe kasbiga menmi 2005-yil Yapon kelgan vaqtimda balkim bu sohaga kirish menga nasib bo'lmasligi mumkin deb shunchalik edi. İmtihonlari pek qiyinda o'tib oson o'tib olmaydi. Shunchalik bir ig'ir bir sinoqlarni boshdan kechirib 2007-yili bularninki albatta nurg'un tillarni bilishlar qildi. Albatta bu kishininki tadqiqot saviyasi, bilim qurilmasi qatorliq nurg'un jihatlarda qo'yilgan shartlar bor. Albatta bu shartlarninki hammasini tamomlash menimcha basi bir mushkul ish bo'lishi kerak. Men albatta Uyg'urlarninki baliqqa ishonaman. Lekin texmi muhimi yüzlab yoki minglab Uyg'urlarninki mushu sohaga kirishini chaqiriq qilaman. Chunki Uyg'ur falsafasi sohasi Uyg'urlar qo'liga olmasa bo'lmaydigan Uyg'urninki o'tmishini, bugunni va kelgusini aqliy bir go'zallikda tushuntirib beradigan eng asosiy fan. Yani fanning eng asosi bu falsafa fanlari bo'yicha millatni tahlil qilmay, talqin qilmay turib
başka ayrım bir fen dokusunu tadqiq qilish orqali chiqarilgan diagnoz yoki xulosa balkim bu bir taraflamalik yoki bo'lmasa yangilik bo'lishi mumkin. Cho'qim menimcha unda nihoyat ko'p Uyg'urlar bu sohaga kirish kerak. Chunki kuchlik millatlarningki kuchlikligininki eng asosiy sababi shu millatning faylasuflarininki falsafa tadqiqotchilarining sonininki mutlaq ko'p bo'lganligida. Mayli Fransuz, mayli İngiliz, mayli German, mayli Yahudi bo'lsin, mayli Yapon bo'lsin, bularning hammasida falsafa tadqiqotchilari, falsafa olimlari, falsafa doktorlarining soni intayin ko'p. Bu millatningki asosiy yo'nalishini belgilaydigan, ya'ni millatningki xato bir yo'nalish kirib ketishiningki oldini ogohlantiradigan, yo'l yasaydigan yoki yo'l ko'rsatadigan asosiy soha. Shunga chet ellardagi Uyg'urlarningki nihoyat ko'p kuchini bu sohaga sarf qilishni men chaqiriq qilaman. Bu intayin muhim bir soha. Albatta, benim bunu soruşumdaki sebepmi, men bildiğin felsefe doktorlar asasen köp emas veya ki meydanda hizmet kılıvatqanlık köp olmaganlık için men sizden sorap bakkan buldum. Biz Uygurlar ezelden tarihte acayip meşhur peylasoplarımız oturup çıkkan. Ama yakın zamanda bir qancha yazgıcımızını peylasop o bu degen isimlerini koyup bekişka özümüz biraz mecbur bulduk. Çünkü peylasopumuz bana nispeten peylasopla yakın zamanda çıkmadı. Yani şu 20 yıl mabeynede değil. Ama sizin görüşlerine nispeten peylasopla buluşu mümkün Uygurlarının bugünkü günde. Ama siz degendek nihayet ciddi ihtiyacımız var. Sizince bir şey adım yan kıstırıp ötep gitey. Timimiz başka ama yan kıstırıp kıska cevap verişini kalayım. Hazır peylasop var mı Uygurlarçıda? Belki Uygurlar işte peylasoplarını yani gözgü görüngen. Bu yerde pekatla gözgü görüngen nesin sorattım. Sualım intayin adlı ya. Palanı peylasop dep bir Uygurlarçıda bir peylasop var mı yok mu? Ben onda bir adli bir şahsını göstermeyemem. Tamam. Çünkü bunda bir şahsını gösteriş nihayet zor mesuliyetçilik talep kıldı. Yani bu peylasop yoki felsefe sahasındaki mutaxassis geldik. G'arbninki felsefesini uzun kesil bilgen bo'lishni ve mushu sahada tadqiqot qilishni oldin shart qiladi. Bu shaxsning jazman metafizika degan bir asar bo'lishi kerak, logika degan bir asar bo'lishi kerak, yoki estetika degan bir asarlar bo'lishi kerak ve yoki davlatchilik asarlar bo'lishi kerak, yoki etika asarlar bo'lishi kerak. Yani mushunda konkret asos sohalar bo'yicha yozilgan yirik asarlar bo'lmagan bir ahvolda biz yangilik bilan Uyg'urdagi bir shaxsni peylasop deb aytolmaymiz. Çünkü bu ölçem yani Aristotel'nin ölçümü, yoki Platon'un ölçümü, yoki Hegel'nin ölçümü, yoki Heidegger'nin ölçümü bilan qaragan vaqtda o'xshash bizda bunda bir shaxsninki simasi menimcha tek baldır bo'lishi kerak. Yani bugünkü Uygur dünyasında Uygurlarning ichida bir peylasop yok. Bu 50 yıl ichiga akirsek bo'lamdi. Yaqinqi 50 yıl ichida Uygurlardan peylasop chiqdimi degan savolga hozir asosan javob berdi. Siz deyotgan shaxs balki Abduqodir Jaloliddin bo'lishi mumkin va yoki boshqalar bo'lishi mumkin. Uni o bir mavhum narsa. Ama sizning javoblar bo'yicha Uygurlarda bugun peylasop yok. To'g'rimi? Yani bu qaysi o'lcham bilan qaraysiz degan masala. Yani ko'zimiz bilan ko'rib, bugun madem manda felsefe meselesinde o'ttirib chiqdi deydigan peylasop, yani biz ko'rmadik çünkü. Şahsen ben ko'rmadim. Sizlik bu adli bir cevap bo'lsin çünkü temaga kirkitaylik. Yok deyish texmi to'g'ri bo'lishi kerak. Çünkü bu yerda paloni bir shaxs deb inib ko'rsatib qo'ysak, uningki yani biz g'arbninki asosiy peylasoplarining asosiy asarlari va falsafa sistemasi chiqargan vaqtimizda bu o'lchamga tushadigan bizning bir odamimiz tek yok. Tamam. Allah razı olsun. Bu Uygur milletininki ne kadar ciddi bir kriziste ekanligini ko'rsatdi degan so'z deb qarayman. Yani Uygur bir millet için peylasopining bo'lmasligi, o milletning ideologiyasini, o milletning fikrini, o milletninki felsefesini o'tirib qo'yadigan kishilarning bo'lmasligi, o milletning ruhiy jihatda avvalo mag'lub bo'lganligini ko'rsatadi. Mag'lub bo'lganlikmi yoki g'alaba qilganlikmi degan bunda
oddiy bir o'lchamda qarasak, buni nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Menimcha o'g'anda hech bo'lmagan vaqtimi g'arbning asosliq yoki ilm fanning asosliq yo'lidan, asosliq umurtqisidan balkim biz cho'nqurliq jihatda va kenglik jihatda biroz chatnab ketgan bo'lishimiz yoki asosiy tadqiqotlarda ojiz kelgan bo'lishimiz mumkin. Allah razı olsun sizden cevaplardan intayin ilmi, kitabi, nait güzel sözlerini ilavatım. Bu biraz qarindoshlarımızın taqim yaxshi tushunish uchun biraz dogma, biraz koç tili bo'yicha ifodalab berishlarini umid qilaman. Chunki shaxsan o'qigan, kitob o'qiydigan insonlar bek yaxshi tushunadi va bek yaxshi manfaat oladi sizning so'zlardan. Ammo bizdek kitob o'qimaydigan bir millatga nisbatan taqim oddiylashtirib aytib asli taqim yaxshi bo'ladi. Bundaq bo'lsa temaga kirib bo'lamdi muallim? Bo'ldi. Xo'sh. Ya'ni bugun Xitoy tajovuzchilari hatto chet elga qo'lini tiqib jiddiy bir shaklda bizni krizisga tiqyotidi. Bular bu krizisni tashviqot orqali qilyotidi. Yaqinqi bir ishga jarayonida Xitoyning chet eldagi fitnachilari va yoki qo'llari jiddiy tashviqotimizga hujum qilib bizning psixikamizni ajoyib buzyotidi. Bugungacha davom qilyotidi har daqiqada. Shu men mishadin kirsam deyman. Tashviqot orqali Xitoy bizga yana tashviqotdagi fitna fasod, tashviqotdagi jiddiy hujum orqali bizning ro'yitimizni buzishga yuzlanyotidi Xitoy. Ya'ni ish bishida jiddiy bir davolanishga muhtoj bo'lib qoldik bugungi kunda. Uning uchun sizlar bilan jiddiy so'zlashib bu fikrimga keldik. Psixikamiz buzildi. Yani Uyghur xalqining psixikasi buzuldimi? Bu qanday krizisga duch keldi? Buni tarixdan boshlab baqsaq deb o'ylayman, ammo qisqa. Yani burundan psixikamiz buzilgan millatmidik? Birinchi savolim bu. Endi bu savolga beriladigan javob biz Osiyoninki markazida yashagan millat tilning, ya'ni dunyodagi barcha tillarninki markazida yashagan millat madaniyatning, dinning, e'tiqodning, qimmat qarashning markazida tarixdan beri yashagan bir millat. Ya'ni Uyg'urlar siyosiy jihatdan kuchli bo'lgan davrlarda hech bo'lmaganda bu Ipak yo'li gullangan mezgillarga to'g'ri oraliqda umuman biz Uyg'urlar ashundoq saltanat bilan ashundoq bir ilmiy bir yuksaklik bilan kelgan. Biroq Uyg'urlarning siyosiy jihatdagi ojizlikdan tam, ya'ni shu millatninki bir butun yashaydigan muhiti sog'lom bo'lgan siyosiy atmosferadan chatlab, buzilgan siyosiy atmosferada yashashga majburlab, shuning bilan bu sap bir millat, sapsaq bir millatning a'zolari borgan sari o muhitninki yomon ta'siridan asta jismoniyati zaiflashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bizning bu jismoniy zaiflashishimiz degan so'zning ma'nosini xush o'lcham tushunsangiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Buning uchun nurg'un ma'nolar bor. Yana birisi ma'naviy jihatdan balkim biz uchrashgan ba'zi bir yovvoyi bir chakini bir millatlarninki Xitoyga o'xshab tajovuzchilarninki intayin yomon niyatlik strategiyalik bir xil ziyonkashlikka uchragan bo'lishimiz kerak. Buning alomatlarini biz his qilyapmiz. Menimcha bo'lganda biz tarixdan beri intayin bir yuksak bir millat, mayli irqiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy irsiyat jihatdan bo'lsin, madaniyatning cho'nqurliq jihatdan bo'lsin yoki madaniyatning kenglik jihatdan bo'lsin, bir dunyoviy bir saviyadagi, dunyoviy bir o'lchamdagi intayin bir yuksak bir millat, ya'ni butkul dunyodagi barliq madaniyatning markazini, ilm fanning markazini qadimgi zamonda Greklar qo'ygan bo'lsa, men hozir deyman Uyg'urlar asli ashlar bilan o'xshash bir millat. Chunki Greklar bilan Uyg'urlar uchrashgan davrlarda o'xshashlar, Greklar bilan Uyg'urning saviyasi taxminan o'xshash bir saviyada. Biroq Greklar Uyg'urlar uchrashgan zamonlarda Greklar bilan Uyg'urlarni madaniyatini uchrashtirib, yangi bir ilinizm madaniyatini, ya'ni Uyg'urlarninki Greklashgan madaniyatini o'tirib chiqargan. Muallim bu yerda asosan felsefe meselesinde ben birazdan keyin to'xtalaman, chunki biraz ciddi kesilimiz kerak deb.
Psixolog, yani psixolog buzilishimiz, psixolog sog'lomligimizga ham markazlashsak deb o'ylayman. Ya'ni bir millatning asosliq taraf, umuman taraflarini emas, chunki vaqtimiz yetishmaydi, sizdan jiq narsa bilishimiz lozim bugun. Uyg'urlarning psixologiyasi tarixda buzuqmidi, saqmidi va qachon boshlandi, qayerga keldi? Bu şekilde qisqasi masalan biraz zaman bahsini ait yaxshi bo'ldi, yani vaqtini deb. Psixologiyaga biraz markazlashsak. Menimcha o vaqtda Uyg'urlarninki davlati bo'lgan davrgacha yoki davlat holatida yashay olgan bir davrgacha hech bo'lmagandimi? 1885-yillargacha bo'lgan oralikda. Konkretroq aytsak, yana Chimli sohasidagi Uyg'urlarga qilgan qatlomi, tajovuzchilikdan burun Uyg'urlar umumiy jihatdan madaniyat jihatda, peslik jihatda aslında normal deb qarash mumkin. Albatta buningda sufizmninki yoki Apaxo'ja va uning varislarininki ko'rsatgan manfiy omillar bor. Lekin cho'ng jihatdan qaragan vaqtimizda biz 19-asrga kelgancha bo'lgan oralikda umuman peslik jihatdan sog'lom yoki asosan sog'lom deyish mumkin. Yani 19-asrga kelguncha Uyg'ur xalqininki psixologiyasi asosan sog'lomdi, ammo 19-asrdan bu yangi kelguncha buzilishga boshladi demoqchisizlar. Yani buzilish jarayonidagi asosiy sababni qisqa anglab boqay. Nima uchun 19-asrdan keyin buzilishga sabab bo'lgan asosiy siyosiy va ijtimoiy cho'ng omillarni qisqacha deb berasizlar? Bu yerdagi asosiy omillarni birinchidan şu adam yoki şu millat Uyg'ur yashaydigan ijtimoiy muhit bog'lab tushundirish kerak. Ya'ni bu aslida bu inson yoki odam degan bu hukm umuman bu ism jihatdan qaragan vaqtimizda bu birlik ismi aslidagi ma'nosi grek va latin tillarida bu inson degan so'z aslida bir odamni ko'rsatmaydi-da. Bu asli ko'plik. Yani bu adam yerdeki yeni bir adam bilen adam degan ma'no chiqadi. Yani aslidagi adam degan bu shu birlikda ko'rinayotgan, anglayotgan bu shu ismning o'zi aslida ko'plik ma'nosini bildiradi. Yani atrofdagi odamlar bilan bo'lgan munosabat, etikalik munosabat, axloqiy munosabat, qonuniy munosabatlar umuman bu yerda insonninki mohiyatiga yo'shilgan narsa. Ammo odam bilan odamning munosabati, odamda yashaydigan guruhning munosabati cho'ng jihatdan qaragan vaqtimizda davlatning xarakteridan olgan bo'ladi. Davlat xarakteridagi sistema bu yerda insonning sog'lomligini belgilaydigan asos omil bo'ladi. Ya'ni Aristotelninki siyosat nomli asarda aytgan odamning siyosiy bir mavjudot ekanligi. Ya'ni insonning o'zininki tug'ma bir siyosiy bir mavjudot ekanligini qayt eskartishi bizning bu fikrimizni dalillaydi. Demakchi o'g'lim, biz insonninki nima ekanligini, psixikasining sog'lom yoki emasligi o'lchash uchun avval odam degan nima, davlat degan nima deganni asli yildan tushunishimiz kerak deb. Biroq biz yaqin zamonda umuman odamning haqiqiy mohiyatini tushunishga, davlatning ma'nosini tushunishga yoki g'arbninki asosli ilm-fan saviyasiniki bir o'rtacha bir go'rzontalli ahvoldan xabardor bo'lishdan musharraf bo'lamiz. Shuningdek bizningki umuman yaqin zamondagi tariximiz takror fojia bilan tugatilgan deyish mumkin. Menimcha o vaqtda buning sabablari shu millatninki ya'ni Uyg'urninki yashagan siyosiy atmosferasi, ijtimoiy atmosferasi bilan bevosita munosabatlik millet umumyüzlük bozuldu mu bu cihatte? Menimcha o'g'anda bu mustaqil o'zining ona til ma'rifidan ayrilgan bir ahvolasida bu millatninki sog'lom bo'lgan psixikasidan so'z etish mumkin emas. Chunki millatninki psixikasining sog'lom bo'lishlaydigan eng muhim omil, birdan bir muhim omil ma'rifda, ya'ni Uyg'urning ona til ma'rifi, Uyg'urning ona til yaslisidan boshlanib toki oliy maktabgacha yoki aspirantura tamomlamoqchi bo'lgan mushu ona til ma'rifi intayin mukammal va jonli, sarxil
ameliyatçı bo'lishi bu millatning a'zolarining sog'lom bo'lishining birdan-bir muhim shart aslida. Japonga qarang, Germaniyaga qarang, Fransiyaga qarang yoki boshqa shundoq birinchi dunyolarga qarang. Qarasangiz, bularninki mushu sohadagi asos qurilishlari intayin mukammal. Ya'ni bular qadimgi zamondagi aqliy javharlarni, qadimgi zamondagi ilm-fan javharlarini o'zining om tilda başlangıçını tatip alıp bitkice asasen özün millet a'zolarining kallasiga singdirib bo'lgan. Bunda avlasida bu millatni tajovuz qilgan taqdirdami, o millatga bo'ysunish bo'lmaydi. Demak, o'g'lim, ayni vaqtdagi Yevropadagi urushning natijasida mayli Fransiyaning ayni vaqtda Napoleon davrida Yevropani boshqa tajovuz qilishlari yoki Germaniyadagi Gitlerga ya'ni Fransiya tajovuz qilishlari ve bunun uzakta devam kılınmasının sebebi nima? Aslında uzakta devam etmesi gerek. Lekin devam kılınmaganlığının sebebi milletin her bir azasınınki nait bir gigantik bir insan bulanlığı, gigantik bir virajdan bulanlığı da. Her bir German, her bir Japon, her bir Fransız, her bir İngiliz gigantik bir insan gönlünü alış gerek. Yani özünün anıtlı bilen ana til ma'rifi bilan, ana tilninki barliq qimmat qarashlari bilan mukammallashgan bir inson aylanmamız kerak. Bunda olganda şu 19. asr mabeynida ben abay 50 yıl içindeki Uygurlardan feylasuf çıktı mı deptimi. Herhalde 19. asrda mabeynida Uygurlarga yol ko'rsatgidek bir feylasuf veya ki aynı zamandaki öz vaqtidagi Farabi qatorliq feylasuflarimizga varis bo'lgudek shakldagi bir millatning ahvoli qolmadi degan gap chiqdi. Ya'ni Uyg'urlar 19. yüzyıldan keyin, asrdan keyin asos jihatdan hatto yig'ib kelsak insoniy mukammalligidanmi chetnashga boshlagan yoki bir millatlik sufatidanmi bara ojizlashga boshlagan degan gapni tushundim sizning gapingizdan. To'g'ri tushungan bo'ldimmi? To'g'ri. Aşkından tapmasak kılç hata emas. Çünkü meseleni yoşuruş, ya kesenli yoşuruş, ölümün kesenli yoşursan ölüm aşklar degen bir söz var o. Biz özümüzdeki, reallıkımızdaki meselelerini kesenlerimizi kançık yoşursak, bizden alakitimiz sızılışı mümkün. En yaxşısı, biz özümüzdeki bağ boğan, ya bağ buluş mümkün boğan barlık alametlerini indik bir şekilde oturup çıkırıp bunu avamga düşendirişimiz, bunun retsiplerini davasını tapalışımız gerek. Çünkü bir milletninki şu pesik jihatdagi masalalarini bayqaladiganlar eng yaxshisi, eng muvofiq bo'lgani yana shu millatning a'zolari. Ya'ni Uyg'urning kesin davolaydiganlar yana faqat va faqat Uyg'ur hekimlarda bizning kesimimizni Yevropaliklar davolab bo'lmaydi. Bak oddiy. Bizning kesimimizning retsipi faqat va faqat vatan ichilik Uyg'urning qo'lida, vatan sirtidagi Uyg'urning qo'lida. Har bir Uyg'ur bu jihatdagi o'zining mas'uliyatini tutishi kerak. Yani abay sözünüzden qaraganda birinchi ikkinchi dunyo urushida yoki uningdan burun besivilingan millatlar Yevropadagi va yoki bosqinchi millatlar o'rtasidagi urushda besivilingan millatlarda falsafa bo'lganligi uchun ya'ni insoniy mukammallikni tadqiq qiladigan u fanning ta'siridagi bir mukammal millatlar bo'lganligi uchun ular ishg'oliyatini uzun zaman davomlashtirolmagan ishg'olchilar va millatda millat mavjudligi bo'lganligi uchun millet yani işgaliyetçilerini üstünden galip gelip yani müstakil yani erkin boğan diyen nersini düşündüm abayqı gepinizden. Yani Uygurlar del aşı nersi de aciz gap qağılık için Xitayninki bu işgaliyetinden uzun zamandan bir kurtulanmadığımız dep ben aşağı düşündüm yani. Doğru mu? Doğru. Xitayninki izchil yani 100 yıl yoki 200 yılın aldığını başlap Xitayninki Uygurluk kılıngan siyaseti yani Çin Sovyetininki yani Manchu hükümranlığı davridagi Çin Xitaylarninki yoki Çin Sovyeti davridagi Manchu va Xitaylarninki Uyg'ur qarta birdan bir siyosati Uyg'urdan bir sarxil chiqar ekan, bir olim chiqsa uni o'ldirish. Bir diniy olim chiqsa o'ldirish. Fanniy olim chiqsa o'ldirish. Bir jamoat arbobi chiqsa o'ldirish. Uyg'urninki yaqinda 200 yil tarixiy Xitoy va Manchuninki tekrar suiqasdi bilan ta bugün kadar bizimki sarkıl alımlarımızı kırk taşlaganlık için biz hazır kadar G'arbning seviyesindeki alımlarınki seviyesiga müyesser bulamadık. Çünkü bu
milletninki bu xil meyveleri bu nayt uzun bir emgik talep kılgan narsa. Mesela misal biz shunchalab Aflatunning, Aristotelning va boshqa Greklarning ismlarini bilimiz yo'q. Lekin ya bizning qo'limizda Aristotel asarlari yo'q Uyg'urcha. Ya Aflatunning asarlari yo'q. Yoki boshqa uningdan burungi Sokratdan burun yashagan falsafa asarlarining hech qaysisi yo'q. Yoki Germaniya, Fransiya, Angliya qatorliq taraqqiyot davlatlaridagi mutafakkirlarning, faylosuflarninki yirik asarlarning hech qaysisi bizning Uyg'urning qo'lida yo'q, Uyg'urchasi yo'q. Yo'q. Ba degan taqdirdami bular asosan Xitoydan tarjima qilinganligi uchun aslidagi ma'no jihatdan chatlagan ahvol bor. Lekin biz cho'qimki shu millatninki aslidagi ona tilidan foydalanib, ya'ni Grek bo'lgan bo'lsa, Grek ona tilidan Uyg'urcha tarjima qilib, buni Uyg'urlarga singdirishimiz va mushu asosda o'zininki, ya'ni Uyg'ur millatininki ruhini qayta bir akademik shaklda qurib chiqish biz uchun intayin muhim. Yani 2-3 asr mabeynida Uyg'ur xalqi falsafadan ayrılgan, yani felsefi kuch bo'lgan bu ruhiy ozuq ve insani mükemmellik ve milli mevcutluk degandek bu kaynak, yani bulaktan 2-3 asrdan beri biz su içemedik, içemegenlikimiz için bugünküce işgaliyetten kurtulamadık ve özümüzde müstakil bir fikir, müstakil bir felsefe, müstakil bir narsa bugünküce bulmadı da hatta bugünün özüdü mü bu narsa yok ki bu kesilimizni qanday davolaymiz. Yani bugünün özüdü mü bu narsa yok maalesef. Afsus. Felsefe meselesidir. Bu savol intan ig'ir savol. Yani hem de biz şu bugünkü halimizde nima qila olamiz degan masala. Birdinla biz o'tiriblam g'arbninki faylosoflarninki yurishlik asarlarini bir yilning ichida 2 yilning ichida tamomlag'ili bo'lgan ish emas. Chunki buningga 10 yillab 50 yillab yoki 100 yillab vaqt keldi. Men sizga bir misol beray. Yaponiyada Aristotel'ninki, Platon'ning yoki Immanuel Kant'ninki yoki Hegel'ning asarlari yoki Angliyadagi Mill degandek o Angliyaning mutafakkirlarininki Thomas Hobbes degandek bular asarlardan tarjima qilgan vaqti hozir 200 yil burun qarang. Bular 200 yil burun boshlab yana g'arbning tarjima qilishdagi asarlarini, ya'ni bu g'arbning aqliy javharlarining millat tavalligi bo'lmaydi qarang. Chunki matematikning davlat tavalligi yo'q. Fizikning davlat tavalligi yo'q. Biologiyaning, botanikning va yoki asosiy fanlarninki davlat tavalligi yo'q. O'xshashla falsafaning ma'lum ma'noda qaragan vaqtda falsafaning davlatchilik qismi, etik qismi yoki ma'lum ma'noda qaragan vaqtda buningki logik qismlarining hammasi o'zaro girashib ketganda Tushundim. Davlat tavalligi yo'q aslida bu Çok bir insani bir insanlık bilan münasebetlik o. Men o milli degan gapni qaytaryaptimi? Unda olganda o felsefe ve felsefenin aldida milliyetçilik nayet kichik bir narsa. Yoki demek unda olganda men bir narsa tushundim. Ya'ni Uyg'ur xalqi dunyoviy felsefe nuqtasidan tushib qolibdi. Dunyoviy felsefizm yoki felsefe tushunchasi dunyoda chiqqan buyuk faylasuflarninki tushunchasi, ulardan qolib qolgan meros, u millatning mavjud bo'lishi, u insonlikning mavjud bo'lishi, Uyg'urlik, ya'ni Uyg'ur xalqidan iborat, ya'ni qutulishga ideoloji sabab bo'ladigan dunyoviy qutulish tushunchasidan Uyg'ur xalqi chiqib qolibdi deb tushundim. To'g'rimi bu? To'g'ri. Tamamen to'g'ri. To'g'ri. Unda olganda bizning buni bog'lashimiz siz degandek o 5-10 yil ketadigan bir masala emas, 1-200 yil bundaq davom qiladi degan gap. Demak biz
Biz zaten burundan ziyan tartıp algankenmiz de bu meselede. Hoş. Lekin meni taklif fikrim bu yerda Hı hı. ço'qim mushu bugungi kundan boshlab misol Hı. bizningki siyosiy faoliyatchilarimiz yoki tashkilotlarimiz yoki Uyg'urning bir butun gavdasi Hı. shu asosiy qurilishlarga cho'qim kuch sarf qilish kerak. Hı. Yana bu yerga asos mutaxassislarning kuchidan foydalanish kerak. Hı. Albatta bu millat harakati shu tufaylidan ya'ni shu millatninki asosli siyosiy vazifasi yoki bo'lmasa shu millatning eng asosli qurilishida qarashi va buning uchun Uyg'urlarga yani navbatdagi masalalarimizni hal qilishdagi ishlarga bevosita yetkaziladigan Hı. G'arbning eng mashhur asarlarini Hı. cho'qim shu millatning tilidan bevosita Uyg'urchaga Hı. tarjima qilib Hı. Uyg'urga bugundan boshlab tunishtirishni, Hı. tushuntirishni, shu xil ruh bilan qurollantirishni nishon qilish kerak. Hı. Bu biz qilmasak bo'lmaydigan, kechiktirishga bo'lmaydigan bir ta'xirsiz vazifa. Bu Undaqda meni qarashim. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan keyin falsafani qaytadan qo'lga olsak, ya'ni dunyo falsafasini. Hozir falsafaning vaqtimiz yo'q, zaten qirilib, o'ltirilib tugab ketyapmiz ishg'oliyatda. Ya'ni falsafaning eng javharlarini tutib, eng javhar qurtulush xarakteridagi jumlalarini millatga tarjima qilib, millatni bu nunga yuzlantirish, yani javharga yuzlantirish. Ya'ni umumiy falsafa nuqtasiga emas, falsafaning eng javhar nuqtasiga Germanlarning, Gollandiyaliklarning boshqa mustamlika bo'lgan millatlarningki ayni zamonda bu tushunchadan foydalanib ishg'oliyatdan qutulganligi, mustamlikdan qutulganligidan iborat javhar misollarni Uyg'ur xalqiga ko'rsatish, tushuntirish va bundan foydalanish yani. Abay degandek Uyg'urning masalasi ayrimli hamda. Aniq taqlid qiliblam sog'lolmaydi bizga. Gollandiyaliklar manda Germanlarning qo'lidan manda qutulgandi, ammo Uyg'urlarmi Xitoylarning qo'lidan manda qutuldi deydigan shaklda emas, balki u javharni olib turib, uningdan sizlardek olimlar bir narsa chiqarish. Yangi bir Uyg'ur qutulish harakatini qo'zg'ash. Xo'sh. Undaqda sizlarga texim ehtiyojimiz shu degan gap muallim. Doktor. Albatta bizningki umr bo'yi tanlagan yo'limiz bu. Bizning xizmatimiz bu. Biz 10 yillab, 15 yillab yoki bundan bir qisqa vaqtda 20 yillab tutun hayotimizni mana shu xil yo'ldagi o'rganishga tadqiqot berishildik. Xalqimizga beradiganimiz oz. O'rganish ko'p bo'ldi. Ya'ni pishmagan xon asarlarni ya'ni Uyg'ur tilidagi yozishga muyassar bo'lolmayotgan ya muyassar bo'lgan bo'lsaqmi oxiri samlangan asarlarni xalqimizga tek so'q qilolmaymiz. Ammo biz cho'qim xalqimizningki asos qurilishiga biz kuchimizni ataymiz. Asosiy qurilish tamomlangan millat mangu qul millat bo'lib qoladi. Bizning asosiy qurilishimiz ma'naviyatimizningki turiki. Ya'ni G'arbning falsafasi orqali, G'arbning etikasi orqali, G'arbning qonun ruhi orqali, G'arbning davlatchilik orqali Uyg'urning kallasini qo'rlantirib, Xitoy tajovuz qismi uni mangu bo'ysundirolmaydigan bir Uyg'urga aylantirish kerak. Hozirgi gap Xitoyninki Uyg'urni bo'ysundirib ketib qolganligining sababi ma'naviy jihatdagi bo'shliq bilan Xitoyninki yeni fikirninki 10 kivatqanligi. Shuning uchun yine ham hozirmi Xitoylar Uyg'urning sarqinlariga shu qadar tez, shu qadar keskin jazo berishning sababi nima? Millatning taltiki yo'q işte. Shuning uchun har bir Uyg'ur Xitoy tarafidan har qancha qilibmi yemilgini bo'lmaydigan bir Uyg'urga aylanish kerak. Ruhiy jihatdan qurolish kerak. Har bir Uyg'urning vazifasi bu. Dal mana shu biz millat izlayotgan narsa bu. Millatningki psixologiyasi o kadar buzilib, ideya o kadar chechilib ketdiki va puchak narsalarga eslab oldi. Inshaalloh puchak. İnsani erkinlik. Yani insanlar bir-biriga tajovuz qilib kirib, vatanlarini ishg'ol qilib, bo'zaq qilib kirsa, insoniy erkinlikka erishishning yo'lini avval har bir Uyg'ur o'zidan topsa, uningdan keyin bunun bilan qurollansa, demakchisiz herhalde. Allah razı olsun.
Biraz kichiklatsak qanday bo'ladi timini muallim. Bo'ladi. Chunki men abay fikran oqisida so'radim. Biz bu suhbatni dialog shaklida qilamdik yoki dars shaklida savolni so'rasam sizlar javob bersizlar men qarab tursam deganda muallim dialog shaklida qilaylik deganlik uchun men davomli qo'shiq silib bu shaklda ilib beryapmiz aziz qarindoshlar. Xo'sh. Bunda bo'lganda men bu yerda bir narsani tushundim. Felsefe, psixologiya bu bir insoniy masala, dunyoviy masala, koinotda nihoyat cho'ng bir masala bo'lganligi uchun bu ma'lum bir millatga kaydirib qo'yadigan kichik bir masala emas ekan. Men bugun buni yana yangidan his qildim. Chunki bu dunyoning aylanishida ketayotgan buyuk bir falsafa nuqtasini Uyg'ur xalqimi buning javharlarini ilib, avval insonlik tarafdan ya'ni ishg'ol qilish va ishg'ol qilinish, mustamlik qilish va mustamlik qilinish ninki zaten insonlikqa to'g'ri kelmaydigan liqini tushunishimiz bek muhim ekan, shuna muallim. Chunki To'g'ri. Chunki biz o kadar ko'nib ketdikki, xuddi bir millatni ishg'ol qilib olsa bo'ldigandek. Chunki biz nimaning ustiga tug'ildik? Qulluqning ustiga, mustamlikning ustiga tug'ilganligimiz uchun biz ko'nash, buni normal sanash paydo bo'lib, ideologiyamiz zaharlanib ketdi. Aşta yaşasaqmı bo'ldigandek şekilde yaşadık. Bugungacha aşta yaşayapmiz. Chet elga chiqishlarlikda. Hatto chet eldagi Uyg'urlarning o'zimi bir ruhiy mustamlikaning ichida yashayapti. Masalan, qo'rqinch. İnsonningki bu yerda qo'rqinchni buzib tashlaydigan, qo'rqinch zanjirini uzib tashlaydigan bir ruhiy erkinlikka ega maxluq ekanligini, insonning inson ekanligini bugungacha his qilolmayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Xo'sh, endi o jihatdan nim qilsak biroz uzunga ketib qolishimiz mumkin. Bundaqda bugungi Uyg'ur ruhiyati, Uyg'ur psixikasi ninki buzilishininki asosli sababini kirsak va jarayoniga kirsak, uningdan keyin buning davosiga kirsak deb o'ylayman. Bo'ldi. Avval Uyg'urning psixikasining o'zimiz odamga kelsak, bu Uyg'ur psixikasininki davosi yoki bu shu Uyg'urning buzilayotgan ruhiy jihat kampunligi degan bu shu atalg'u yoki bu shu jumlagining o'ziga qarasak, birinchi xil ma'nosi Uyg'urningki jismi, har bir Uyg'urning jismini ko'rsatish mumkin-da. Aslida har bir Uyg'urning jismi buzuqmi yoki bemormi yoki kasalmi? Mening beradigan javobim aslida Uyg'urningki har bir Uyg'ur a'zosiningki jismi bemor emasdi, kasal emasdi. Unda retseptlarga ehtiyoji yo'qdi. Biroq bir sog'lom bir insonning, sog'lom bir Uyg'urning yashaydigan muhiti kasal muhitga kirgan. Tajovuzchilikka uchragan bir millatning muhiti xuddi rak kesilninki manbasiga solab qo'yilgan bir ahvolga o'xshaydi. Ya'ni Xitoyning muhiti xuddi rak kesilning virusi bilan to'shib ketgan bir uyga o'xshaydi-da. Rak kesili bilan to'shib ketgan bir uyning ichiga sap bir millatni bijirim bir akagin tiqib qo'ysangizmi, u baribir o'ladigan gap. Demak, o'g'lim, aslidagi u har bir a'zosi bemor emas, balki muhit buzuq, atmosfera buzuq, siyosiy tuzum sezib ketgan. Ya'ni qimmat qarash, eng muhim qimmat qarashlar. Ya'ni insonninki muqaddasligi, insonning erkinligining muqaddasligi, dinning muqaddasligi, ana zaminning muqaddasligi, ana tilimizning muqaddasligi. Bu her bir millet için mukaddes bo'lgan narsa Xitoy tarafidan payhon qilinganda. Yani Sharq Turkiston jamiyati rak kesili chechib o'tilgan, taqib o'tilgan bir uyga o'xshash. Buningga misol qilsak ham ig'ir ketamdi bilmayman, ammo buning uchun nurg'un saq odamlar bor. Ammo shuning ichida yashashga majbur. Umuman bir rak yuqumli bir kasal kayfiyatida, yani temperaturada Sharq Turkiston xalqi uzun yildan beri yaşadı yani. Bizning jismimiz nima uchun jismimizni tilga oladi bu yerda?
Cismimiz mi kesel oldu mu şu jarayonda? Cismimiz saq mı? Sağlamlıqning o'lchami sağlamlıqninki o'lchamini jismoniy o'lcham bilan ma'naviy o'lchamini jismoniy irsiyat bilan ma'naviy irsiyat jihatini tushundirish mumkin. Ya'ni bizning ma'naviyatimiz jismoniyatimiz parallel olib keladi. Men bildigan Uyg'ur, men ko'rgan Uyg'ur, shunday qilib men uygunayotgan Uyg'ur va ko'rishni xohlaydigan Uyg'ur nihoyatda bek muskullari ching, ko'zi burkutnigidek chaqnab turadigan, kelgisi umid bilan qaraydigan, dushmanlarini mansitmaydigan, intayin mag'rur erkak bir millat. Ya'ni bizning jismimiz asli bu. Asli har bir Uyg'urning asli jismi bu. Biroq tajovuzchilik uchrash, mustamlikaga tushib kelish deganning ma'nosi shu sog'lom bir insonni, sog'lom bir odamning yetiladigan muhitini butunlay kasallik viruslar bilan yuqumlantirish bilan tamma o'xshash. Tildan ayirish, e'tiqoddan ayirish, millatning asosiy madaniyat turiklaridan ayirish, yo'sullardan ayirish, shunday tarixidan ayirish, etikini qimmat qarashdan ayirish. Hamma narsani bir-birisidan ayirgan vaqtda eng oxiri nima qiladi? Ya'ni bu xil ma'naviy turiklar bijrim bo'lmagan shart ostida bu Uyg'urdan iborat g'oyat zo'r bir bino. Bu turik bo'lmaganda albatta yemiriladigan so'z. Xitoy buni yaxshi tushunadi. Tajovuzchi bo'lganligi, yovuz bo'lganligi, dunyo bo'yicha eng axloqsiz, eng muqaddas qimmatni qimmatsizlashtiradigan tarixdan beri demokratiyaning, erkinlikning, insoniylikning dushmani bo'lgan bu millat Uyg'urlarninki mushu asos sohalarini yemirish orqali Uyg'urning har bir a'zosini qul qilish, Uyg'urning har chimdim tuprog'ini o'zining ayrilmas bir ziminiga aylantirishni azaldan nishon qilib keldi, ilhom davom qildi. Yani demek Uyg'urlar bu bir asr jarayonida bu mustamlikada bizning jismoniyatimiz mi kesal oldi degan gap. Yani çünkü mende undaq muskullum çın emas mesela mening. O kadar güçlük emas men. Gözlerimi bürkütnekidek çaqnamaydı misal. Yani men Uyg'ur çünkü men özüm misal qilay bu yerda boshqalarni misal qilsa qachon yapamısın. Yani Qashqar xalqi deyli. Mesela Qashqar xalqining jismoniyatida asosan vijik kelgan ota-onalarimiz misal. Nurg'un shaharlarningki xalqlari vijik kelgan. Ammo ba'zi shaharlarda jismoniyatimiz biroz kuchli hamda. U hamda balki atrofdagi muhit bilan yoki tomoq yemak ichimimiz va yoki irsiyatlarimiz bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Demakchi o'g'lim nima desa, Uyg'ur xalqi umuman jismoniy hujumga uchirdi, ya'ni ruhiy hujumga uchganligi aniq, ammo jismoniy tarafdan keyinga chekinib ketdimi deymi. Chunki birozdan keyin Uyg'ur xalqining ruhiyati va jismoniyatini davolash uchun sizdan to'g'ri so'raymiz. Shunga avval keslimizda jismoniyatimizda mi kasal bormi yo'q degan narsani aniq qilib olmoqchiman bu yerda. Meni jo'g'ada ruhiy kasal odamning jismoniyati albatta shunga birga kasal. Chunki jismoniyatni boshqaradigan narsa ruh. Ya'ni bizning badanimizni boshqaradigan narsa bizning menimiz. Bizning asosiy menimizdagi asosli inkasda xato bo'lgan ekan. Asosiy qimmat qarashimizda masala bo'lgan ekan. Asosli biz yashagan muhitda masala bo'lgan ekan. Sistemimizning o'zi normal bo'lmagan ekan. Albatta shu xil muhitda yashaydigan, nafaslanadigan jismoniyatmi o'xshashla zaiflik qarab mangadi. Bu xil zaiflikning asosiy sababi ma'naviyat. Ya'ni harakatning eng asosiy qismi jismoniy harakat emas. Faoliyatning eng asosiy qismi jismoniy faoliyat emas. Muskulning asosiy qismi jismoniy muskul emas. Bu ma'naviy muskul qartgan bo'lishi ham mumkin. Yani benim sözlerim ne? Birlemçi ma'nida hem ikkilamchi ma'nida tushunish mumkin. Yani mavjudiyat degan nima, ruh degan nima desangiz, bu so'zning o'zi, bu masalaning o'zi o'xshashli yana bir qarshi bir masala topib chiqadi. Buni shu manda qaragan vaqtda mutlaq aytish kerakki, odatda kerak ruxsat qarasangiz-mi,
yani ruhiy jihatdan taqsimligi buzilgan bir bemorning jismoniyati u mutlaqki buzilgan masala bor. Buni doktorlardan so'rasangiz texnik yaxshi isbotlab berish mumkin. Ya çünkü bu yerde ikki savolim bor. Birisi felsefe bilan psixologiyaning o'rtasidagi bog'lanish. Bunga bir javob berishni xohlayman. Ikkinchisi ruhiy buzilish bilan jismoniy buzilishning o'rtasidagi bog'lanish. Biz avval kesilimizni aniq qilib o'tgandan keyin endi buning davo izlasak to'g'ri bo'ldi deb o'ylaymiz. Diagnozni silib qo'yilib bu yerda. Avval felsefe bilan psixikaning o'rtasidagi bog'lanishini bir tushuntirib qo'ysalar, undan keyin boshqa savol kerak. Bu to'liq oddiy bir tushunish bir savol bo'ldi. Ya'ni bu men o'rgangan doirada tushuntirsam, Aristotel bilan Aflatunlarninki, ya'ni qadimgi Greklarninki asarlarida bu psixologiya, amaliyotda falsafaninki bir kirish manbasida. Ya'ni bir hisobda bu ikkisi aslida manbasi bir, ya'ni boshda psixologiya degan shaklda yoki insonninki yuragini, ya'ni insonning ruhini tahlil qilishdan boshlandi. Insonning ruhini, insonninki ma'naviyatini tahlil qilib olgandan keyin andan keyin insonning jismoniyatiga diagnoz qo'yish yoki baho berish mumkin bo'ldi. Bu yerda bir misol bor. Aristotelninki o'zlari billah Diyanima degan bir kitob bor. Ya'ni ruh haqida degan bir kitobda. Bu ruh haqida degan kitobda asosan insonning mavjudlik masalasi muzokara qilinadi. Nima mavjudiyat degan zot nima? Ruh degan nima? Haqiqiy mavjudiyat deb biz nimaga aytamiz? Ya'ni ism xarakterlik mavjudiyatmi yoki sifat xarakterlik mavjudiyatmi? Bosh mavjudiyatmi yoki beqindi mavjudiyatmi degan masala so'raydi. Ya'ni demak to'g'rimda falsafa bilan psixikaning munosabatida umuman qadimgi Greklarda undaq chekchilikni aniq ayirish mumkin emas. Chunki psixologiya bo'lsin, falsafa bo'lsin, her ikisida tadqiqot obyekti inson. İnsanning ma'naviyati va insonning shu ma'naviyatga asosan ilib borishi mumkin bo'lgan har ikkisida. Ya'ni psixologiya bilan falsafaninki Greklardagi tadqiqot obyekti asosan o'xshash bo'lgan. Keyinchi asta-asta Grek davrlaridan keyin Latin davrlariga yoki bo'lmasa yaqin zamon falsafasiga vaqtda psixologiya va falsafa ikisi aslida texnik aniq ayrılıp chiqib ketganda, yani psixologiya mustaqil fan sifatida maxsus insonning ruhini, ya'ni shu ruhiy jihatdan masala paydo bo'lgan turli konkret shaxslarningki ahvolini tahlil qilib shuni davolaydigan bir ayrim, masalan Freudning ruhiy analiz nazariyasi deymiz. Shunga o'xshash, ya'ni bu Freud yoki shu asarni siz psixologiya asar deb tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ma'lum jihatda buni falsafiy asar deb tushunsangiz ham bo'ladi. Chunki bu ikkisining aslidagi tadqiqot obyekti birda. Bu ikkisini o'tirib siziqsiz desangiz, menimcha bu xeyli bir mushkul bir ish. Biroq falsafaning doirasi texnik kengri. Ya'ni falsafa tadqiqotining doirasida dunyo borda, dünyadaki her bir şeyi, kainattaki her bir hücrede, meyli o abstrakt olsun, meyli konkret olsun, meyli bizim aklımızdan objektif olsun, ya ki bizim tecrübe azalarımızdaki objektif olsun, bu da felsefeninki objektif oldu. Yani felsefeninki tadqiqat objektifi, yani bütün mevcudiyat, bütün kainat. Ama psixologiya desangiz, psixologiya faqat shu insonninki ruhiyatini, psixikasini, ya uning normal yoki normal emasligini, uni davolash usullarini, ya'ni yaqingi zamonninki psixologiyasi texnik inchik sohalarga ayrilib ketdi. Buni so'rashimdagi sabab Uyg'ur xalqi bugungi falsafa va psixologiya fanlarida oladigan javharlari ninki qaysi tarafdan muhimni bilishim uchun so'ragandim. Demakki falsafa nihoyat umumiy cho'ng bir narsa.
psixika şu milletninki ruhiyetiga biraz merkezleşken bir pen deyli. Pen deb atsak to'g'ri bo'lamdi bilmayman. Ya'ni To'g'ri. pen desak to'g'ri bo'ladimi? Psixologiya penmi? Psixologiya pen. Pen. Biroq bu yerda nihoyatda o'tkir bir masala kelib chiqadi. Psixologiyani bir pen deb adadiy kitoblar qarasang hammasi psixologiya pen deb yozilgan. Biroq falsafaninki asosli ta'birida, ya'ni falsafaninki barliq faylosoflarning bergan ta'birlarida falsafa pen emas, penninki yildizi. Penning tuprog'i. Bunu qiziq ketgan, ha? Ya'ni siz konkret fanlar qatorida falsafani tuzishga bo'lmaydi. Chunki falsafa barliq fanlarni olqib ketgan. Tushundim. To'g'riroq deb tushunish mumkin fanlarni, lekin falsafani tuproq deb tushunish mumkin-da. Hozir tadqiq qilish to'g'ri kelsa, Uyg'ur xalqi falsafami, psixologiyami? Taqlish kerak. Lekin meni cho'g'anda texnik konkret masala falsafaning ichidagi Uyg'urlarning konkret masalalarini hal qiladigan, masalan ko'rsatib berilgan, hal qilish yo'llarini ko'rsatib berilgan va hal qiladigan falsafa tadqiqoti balkim o'xshashlar muhim. Bu deganlik falsafa muhim, psixologiya muhim emas deganlik emas. Bu psixologiyami parallel ta'minlash kerak. Bu ikkisini hargizmi birisini oldiga chiqarib qo'yib, birini orqaga qo'yadigan undaq ish emas. Bu ikkisi cho'qim parallel bo'lishi kerak. Unda bo'lsa, bizningki bugungi falsafa doktorlarimiz va psixologlarimiz tang bir şekilde bugün ular milletninki ruhiy buzuqligini, ruhiy buzilishlarni davolash uchun ciddi hareketga kelish kerakki, milletga bir doğru hazırlab berish lozim. Yani ikkili tarafdan, psixologiya tarafdan bo'lsin, falsafa tarafdan bo'lsin degan bir javobni olaman. Yanalam şu sizlarga chiq tushdi ekan, chunki ruhimiz o kadar ochki, o kadar ussuzlikqa tashna bir holatga kelib qoldik. Uningdilla emas, ruhimiz eng chataq yeri sarang bo'lib qoldi. Ya'ni sal qo'polroq aytgan vaqtda, masalan, programmachilikda, suhbatda men professor doktorlarni ziyorat qilgan vaqtimda milletning buning qiziqish nisbati ziyolilarni ziyorat qilgan vaqtimizda va eng muhim masalalar, milletning jon tomiriga munosabatli masalalar so'zlanayotgan vaqtida millet asosan diqqat qilmayotganligini men nihoyatda his qilaman, chunki menda nima chiqib turdi. Ama urushchidan bir selbilik yoki bir jangga to'xtamaydigan pek muhim bo'lmagan, ilmiy bo'lmagan masalalarni programma qilgan vaqtimizda, endi undan narsalarni programma qilmaymiz, ammo ilmiy narsalardan biroz to'van shakldagi, xarakterdagi masalalarni suhbat qilgan vaqtimizda buning ko'rilish qitimi yoki bunga diqqat berishi millatning alohida ustun bo'lganligini %100 ko'ryapmiz. Demak, bunun qarab turib bizning ruhiyatimiz sarang bo'lib qoldi deb tushunsak bo'ladimi, bo'lmaymi? Shu nuqtadan bu bir misol endi. Endi bu bir millatni undaq qo'pol iboralar bilan atash balki ilmiy jihatdan to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Men buni selishtirib ko'raman. O'xshash bir ahvolda, masalan, Germaniyaning programmalarida yoki Fransiyaning programmalarida yoki Angliyaning programmalarida, Yaponiyaning programmalarida qarasak, nazariy tafakkur qancha cho'nqir bo'lgan sari shu programmaning ko'rinish qismi yuqori. Yani milletning asosiy ma'rif saviyasiga taqishadigan ish. Bizningki har bir Uyg'ur a'zolarimizning asosiy ma'rif tarbiyalanishi intayin ig'ir bir masala ishida. Yani o'zini qutqizish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Zo'r kuch keladi. Lekin biz uni qilib bo'lolmayotgan bo'lishimiz mumkin. Yani programmalarning ko'rish qitim sonining yuqori tuvanlik masalasida bunu hem de bu milletin umumiyüzlük mağrib seviyesi. Şu milletninki umumen bir bütün kıymet karşı asaslık ölçek buluş gerek. Yani bu yerdeki ruhi keyfiyatı bilen pek münasebetli şu programmalar.
diqqat qilishi millatninki. Uning uchun men faqat buni misol qildim. Buningdan boshqa nurg'un ishlar bor bir millatning ro'yi diagnoz qo'yish uchun. Balkim ba'zilar bek oddiy bilinishi mumkin yoki abay gapimni men qaytarib olaman o'sha asnoda. Bu sarang so'zni ishlatmayli eng yaxshisi chunki ammo ba'zida odam haqiqatan ansirab qoladi o'zininki ro'yi nimasidan. Unda bo'lganda bizningki shu psixologiyalik buzilishimizningki hozir bir asosiy sabablarini deb baslar. Uningdan keyin buni davolashninki nimasiga o'tayli. Buningki siyosiy ijtimoiy diagnozini tep chiqayli avval. Bo'ldi. Biz biraz oldida insonninki sog'lom bir jismoniy muhitda tabiiy muhitda yashashiningki shu insonninki jismoniyati uchun oldingi shart ekanligini ko'rsatdik. Bu ilham kuchga ega. Ya'ni buningdan manda bir javob olsak bo'lamdi. Ya'ni Uyg'urlar badan chiniqtirish lozim deganga yig'inchoqlasak bo'ladimi? Oddiy bir misol. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bu bir ya'ni imkoniyati bor. Har bir Uyg'ur bu shu xil imkoniyatni foydalanish kerak. Bu intayin muhimmish. Chunki shu xil harakat, ya'ni jismoniy harakat ma'noda ma'lum bir ma'naviy harakatninki yoki kayfiyatninki asosida qurib chiqadi. Jismoniy ahvolning o'zgarishiga ergishib ma'naviy ahvolotmi o'zgarib mumkin. O'xshashla shu bir millatning bir a'zosininki madaniyat sohasininki asosli bilim qurilmasininki o'zgarishi jismoniy qurilmasining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir misol bor bu yerda. Ammolar anlagan bo'lishi mumkin. Germanning Immanuel Kant degan bir mashhur faylasufa bor. Bu yakın zamandagi eng mashhur faylasufalardan birisi. Bunun oldiga o'tadigan Germanning faylasufi balkim bo'lmasa kerak. Bu dunyodagi falsafaning eng oldin qator turadigan bir inson. Bunun bunda bir hayotida bunda bir xotir qolganda bu kishi har kuni o'xshash vaqt, ya'ni soat mancha minut, mancha sekund o'tgan vaqtda havoga chiqirganda, sayr qilib chiqirganda bir umr bu ishni toki vafot bo'lguncha davom etganda ya'ni Immanuel Kant'ninki turmushi, Immanuel Kant'ninki yaşayan muhiti o kişinin jismoniyati bilan o'tras diyordu. Yani intayin ritimlik, intayin tertiplik, intayin kanuniyetlik. Minut sekund çoğun doğruluk derecesi intayin yukarı şekilde tertiplik yaşaş o kişi ma'naviy jihatdan arzu qilgan falsafaning eng yuqori cho'qqisi deb atalgan saf aqlchilikqa raddiya, amaliy aqlchilikqa raddiya, shundaqla hukm kuchiga raddiya degan shu cho'ng uch asarni yezib chiqishga muyassar qila olgan. Bu vaqtda menimcha Aristotelning misollari bak. Demak, o odam o'zining jismoniyatini ajoyib darajada, mukammal darajada qo'g'dashga tirishgan hayoti bo'yicha. To'g'ri. Ya'ni bir odamning aqlining, tafakkurining, ro'y holatining bu yer bek muhim gapdan birini qilyapti hozir, doktor. Bek muhim gap. Uyg'ur xalqining buzilgan psixologiyasining asliga kelishida jismoniy harakat, tan harakat demdik, badan chiniqtirish demdik. Bunun nayet muhimligini o'tirib qo'yaptilar sizlar. Muhim bir narsa o'tirib qo'yaptilar. Ya'ni mishadan boshlab davolashga boshlaylik bu o'zimizni. Ya'ni bütün Uyg'urlar, chet eldagi muhojirlar iloji bor güzellik bir şekilde badan chiniqtirish kerak degan bu mushta desak bo'ladimi? To'g'ri. Xo'sh. Intayin muhim. Ul bu yerda bizning jismoniyatimiz, bizning ma'naviyatimizning uli sog'lom bir jismoniyat bo'lmay turib, sog'lom bir ma'naviyatga asos turg'izib olmaydi.
Yani emniyetteki bizdeki ruhiyetimizdeki nurgulluğun meseleleri cismaniyetimizdeki meseleler bilen yoki afzalliklar bilan tutuşup ketgan. Yani felsefe tarixini qarasak, mundaq bir misol bor. Yani şu kişinin en yaxshi bir yetilgan bir jismoniy muhitdagi yozgan asari bilan jismoniy jihatdagi zaif vaqt yozgan asarlari cho'ng farqga ega. Dünyadaki en katta eserlerinin yazdığı vakitler umumen şu filozoflarının ki cismaniyetinin sağlamlığının nait isli vakitler dep aytish mumkin. Xo'sh, bu yerda bir narsa yodimga kelyotidi. Osmonlining davrida bir masjidninki bir ustida taliblar o'qiydigan bir uy bor ekan. U uyninki panjarasida, ya'ni derazasida bir o'ltiradigan bir yer bor ekan. Davomli taliblar chiqib shu yerda o'ltirib oladi ekan va ilm aşağı ilmning nasibi aşağı tushib qoladi, aşağıdan o'tadi deydigan bir ishtaq bir ma'naviy bir tushuncha bor ekanda. Ammo keyin men shu Sulton Ahmed jamisi olsun, boshqa cho'ng jamilarning ichiga kirsam, bunda cho'ng derazalar bor ekan, derazaning shunday yo'q ekan, ichida o'ltoqli bo'ldi ekan u derazaning ichida. Bir kuni o'ltirib shu yerda Qur'on o'qigan bo'ldik. Shunda bir salqin shamol o'tdi bu yerdan. Shamol o'tishadigan yer ekan bu deraza. Yani o'tib shu yerda shunday bir rohatlanib ketdim va ayni zamondagi ash hikoyatga bir narsani bog'lashga tirishib baqdim. Yani shu yerda ash taliblar ilmni shu yerda mukammal elish uchun ashundaq bir derazaning oldiga bir jo'grafiyalik bir o'ringa bog'lab olgan gapkanda bu yerda. Yani shu yerda aslida bir saf havoning o'tishi va yoki salqin bir shamolning o'tishi bilan bu yerda bir jismoniy bir harakat bilan ruhiy quvvat oladigan bir narsa bog'landi bu yerda-chu. Demak, agar Uyg'urlar bugungi psixologiyalik buzilishlarning beshini yana bir savol chiqdi bu yerda. Ruhiy oziq, tasalli, ma'naviy oziqlardan boshlash kerakmi yoki jismoniy chiniqishdan boshlash kerakmi deganga yana sizdan javob olaman. Demak, jismoniy bir chiniqish bilan yana ruhiyatimiz davolashga bo'ldi degan gap. Boshlang'ich tarafda. Elbette mümkün. Yani bu her bir şahıs özündeki konkretli ahvalı qarab kılgan şekilde kılışını teşebbüs kılımız. Men çoğanda şu xil işninki yani manevi sağlamlık bilen cismani sağlamlıkninki özara münasebetini. Yani bu Farabi'nin muşakkı bir esir bağlı cümleleri isimde yani reis azad ediyor. Farabi'nin cümlesi çok. Reis azad. İnsanın reis azası insan sağlam boğanda insanınki aktif akıl deydi. Aktif akıl deydi Uygurca'da. Aktif aklı insan aktif özününki faaliyetçanlık rolünü cari kıldırıyor deydi. İnsanınki reis azaları. Reis azad diye vakti özür billah. Mine, yürek, ciğer diyendek, çok öpken diyendek. Bu şu 5 reis aza sağlam boluşu gerek. Bu insanın manevi cihetki, yani ruhi cihetki sağlamlığınınki bivasıta asasında paraydı Farabi. O okşaşla manevi cihetki, ruhi cihetki sağlamlığının öz dövütü de yani cismani sağlamlıkta aktif bir tesir peyda kıldığını edilir. Muş mende qarasak birisi-birisidan o'zaro ayirib o'tishga bo'lmaydi. Yani Cho'qim bir taraf yana bir tarafni oldiq shart yoki bo'lmasa natija ustida o'tirib chiqish mumkin. Yani birisini qilsangiz yana birisi tabiiyat o'tirib chiqishi mumkin-da. jismoniy harakat ruhiy sog'lomlikqa yo'l ochib berishi mumkin. Mümkün. Ruhiy Chunki- sog'lomlik ham jismonni sog'lom qilishi mumkin. To'g'ri. 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 Undaqda Bu yerda- Xitoyning hujumi bizga jismoniy tarafdan kelmayapti aslida. Real qaraydigan bo'lsak, chet eldagi Uyg'ur muhojirlarning bugungi ruhiy buzilishininki yoki psixiki buzilishininki nimasi qarasak, Xitoy hech bir zaman bizga jismoniy tarafdan hujum qilmadi. Bugungi chet elda Uyg'urlarga jismoniy tarafdan hujum qilolmaydi. Uning kuch quvvati yetmaydi hozircha. Ammo ruhiy jihatda hujum qilyapti. Bu bizning jismoniyatimizni mi buzdimi? Yani
bizdinki masalalarga bo'lgan ko'z qarashimizni, yana bizdinki diagnoz iqtidorimizni yoki muhitninki ahvolini to'g'ri mo'ljallash, to'g'ri diagnoz qo'yish iqtidorimizni balki ma'lum jihatda ziyonkashlikka uchrab qolishi mumkin. Lekin abi man dedim, her bir Uyg'ur yemirilmez bir Uyg'urga aylanishi shart. Agar siz o'zingizni mushundoq tayyorlab chiqadigan bo'lsangiz, Xitoyning ziyonkashligi sizga unchoq o'tamaslik mumkin. Chunki bu xil ma'naviy bir oldini olish, ma'naviy immun kuchlaydi. Ma'naviy jihatga bir xil immun kuchi, jismoniy immun kuchiga o'xshashlam bir xil kasallik qarshi turish oldin bir shartda, ya'ni bizning ma'naviy irsiyatimiz bilan jismoniy irsiyatimiz o'zaro yiralishib ketganda, biz cho'qim ma'naviy irsiyatimizni, immun kuchimizni kuchaytirishdan birga o'xshashlar jismoniy jihatdagi immun kuchimizni ham oshirishimiz kerak. Xitoylar balkim ma'naviy jihatga kirgan bo'lsa, ya'ni bizning asosli bilim qurilmamiz, qimmat qarashimiz, irodi kuchimiz, hukm qilish iqtidorimiz degandek. Bu konkret sohalardan balkim yomon niyatda foydalangan bo'lishi mumkin. Buning uchun Uyg'urlar, har bir Uyg'ur Xitoyga qarata o'zining mudofaa timini yaxshi qurib chiqarish kerak. Cho'qim Xitoylarningki qilishi mumkin bo'lgan hujumlarni faraz qilish kerak. Ya'ni dushmanga qarata oldingi bir istiqom deymiz, ya'ni mudofaa istiqomini har bir Uyg'ur cho'qim qurib chiqarish kerak. Ya'ni bu ko'z ko'rinadigan narsa emas. Bu bir ma'naviy narsa, biroq buningki amaliy harakatimizdagi unumi intoy yuqori bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri. Ya'ni bu yerda doktor albatta men desammi bo'ladi, chaqalsam, ammo sizlarningki chaqirishlarini ehtiyojimiz bor. Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur muhojirlarga ruhiy jihatdan mening keyindan kelayli, ruhiy tayyorliqlarimiz, ruhiy quvvatni oshirish, psixikamizni qanday davolashda mening keyindan kelayli. Jismoniy tarafdan xalqimizni nimaga chaqirlar, qanday harakat qilishga chaqirlar? Chet eldagi Uyg'urlarningki har bir a'zosi cho'qim o'zininki shu jismininki yolg'iz o'zining muqaddas narsa emasligini, ya'ni har bir Uyg'urning jismi yolg'iz shu Uyg'urga tava emas. O'zining oilasiga tava, o'zining ota bovisiga tava, bizning tarixdagi ajdodlarimizga tava. Ya'ni mening bir jismim, sizning bir jismingiz yoki atrofdagi har bir Uyg'urning jismi hergiz mening shaxsiy narsam emas. Buningda tarixdagi har bir Uyg'ur ajdodlarininki mas'uliyati bor. Ya'ni yiltizlar chiqib bor. Biz mushu ma'noda bizning jismimizni ajdodlarimizning bizga qilgan sovg'isi, bizga qilgan tabarruk meros sifatida e'tiborlashimiz, parvish qilishimiz, buni texmi saqlab qilish uchun o'zimizning qo'limizga keladigan imkoniyatlar bo'yicha tirishishimiz kerak. Bu bizningki tarixga bo'lgan mas'uliyatimizningki amaliyot isbot bo'lishi mumkin. Kunlik turmushda biz o'zimizning jismoniyatimizga intayin mas'uliyatga muomala qilishimiz kerak. Yani biz Uyg'urlar bugun o'zimizla Uyg'ur mavjud bir inson emas, biz ajdodlarning, ota-bobolarimizning varislari, insonlikning varislari, insonlikning davomi. To'g'rimi? İnsanlıkның davamının içinde. Şu miyadi ben bir muhim ne sorayım muallim. Avrupalıklar, Amerikalıklar, garip. Demek ki felsefe, yani insani mükemmellik felsefesi de, yani insanlıkның davamı, cereyanı da demek Avrupalıklar çekinip getipti bunun qarağını. Şuna mı? Yani biz Uygur halkı insanlıkның ki cereyanı içinde ketavatkan bizim bir məxluq Uygur bir insan hesapta ama bizim yo'qolishimizga qarab turibdi. Buningga qarab Avrupa felsefesining yani Avrupa demayli, g'arb deyli, g'arb tushunchasininki nihoyat ojizlab ketganligini, nima uchun Uyg'ur xalqidan iborat bir millatning yo'qolib ketishiga qarab turishdan iborat bu mag'lubiyatga ko'z yumudi. Demak, shu sildayotgan g'arb faylasuflarininki tushunchasi g'arb dunyosida tuvallab ketdimi bugungi kunda? Acayip bir istisol oldu. Bu bir siyaset yok. Nurgul Uygurlar garip yaşadı.
G'arbda her kuni o'zining kunlik turmushini yashaydi, kunlik hayotini yashaydi. Undaq bo'lsa, bizningki hozir yashayotgan G'arb, ya'ni butkul G'arb tarixida qaysi o'rin turadi? Masalan, Gollandiyaning hoziri Gollandiya tarixiga qaragan vaqtda hozirgi Gollandiyaning ahvoli qaysi saviyada? Ya'ni Gollandiyaning tarixdagi ado qilgan tarixiy vazifalari tarixdagi mutafakkirlar kutgan bugun Gollandiya bilan birlik yig'im emasmi? Albatta bu intayin cho'ng bir masala. O'xshashlar Fransiya, Germaniya, Angliya ham Yaponiya ham o'xshashlar o'tirib qo'yish mumkin. Yani tarixdagi nurg'unlagan shu millatning mutafakkirlari G'arbdagi olimlar o'tirib qo'ygan o'zininki g'oyaviy davlat modeli yoki g'oyaviy jamiyati ma'lum mezgilda ma'naviy jihatga tushkunlikka giriftor bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bunday vaqtimizda bugungi zamondagi shu G'arbning asosli siyosiy ijtimoiy etikasininki modelni yaratganlar umuman Descartes'tan başlandı. Yani akılını merkez kılıştan başlandı da. Şunun keyin bu Descartes'ten keyin Schopenhauer anın keyinden o şekilde deyiş mümkün. Kant degandek yoki Hegel degandek yoki Heidegger degandek shu xil asosiy mutafakkirlarningki kelgusi jamiyatning modellari haqidagi so'zlagan leksiyalari yoki yozgan asarlari bor. Ya'ni shu mutafakkirlarningki konkretni asrda ko'rsatgan model bilan hozirgi bugungi reallik tamamen birdakligiga bo'lishi notayin. Biroq asosiy qismi cho'qim birdakligi bo'lishi kerak. Menimcha o'g'anda Fransiyadagi Jean-Jacques Rousseau'ning misalan, Jean-Jacques Rousseau'ning yashagan, tashabbus qilgan, ya'ni g'oyaviy davlat bilan bugungi Fransiya, bugungi Yevropa asosan birdakligiga deb aytish mumkin. Ammo buni mutlaq birdaklikka yig'ish mumkinmi desangiz, u mutlaq birlik keltirish mumkin emas. Chunki falsafa mutlaq javobni tashabbus qilmaydi. Ya'ni bunun cevabı devirlerin özgürlüğü karab aşı diyaloglarının içinde felsefelerin özra diyalogu yani mutafakkirin diyalogu yani türlük ölçemlerinin özra Türk kişileriydi de canlılık bir şekilde özgürlük bağladı. Yani bugün G'arb felsefesi çökmedi, devam kılıyordu da ama nahit zayıf noktaya geldi de düşünsek bulamdı. Yani bu bir siyasi mesele. Yani bugünkü kişilik hukuk deyimiz, kişilik hukuk teşkilatları normalde hükümet kiremmeydi benim bilişimce. O bir ictimai teşkilatlar. Çünkü kişilik hukuk, demokratiya ne ilgili süreç teşkilatları adette nait küçü yok G'arb dünyasında. Yani küçü var diyen takdirde hükümet ta'sir ko'rsatish, qonun ta'sir ko'rsatish jihatda manba bo'lgan bo'lsa-mu, ammo umuman portlash xarakterida kuch ko'rsatilmaydi. Masalan, ma'ning kishilik huquqi, ya'ni qonunga kirib ketgan, hukumat kirib ketgan zodi mavjud huquqlar o'zini mavjudligini saqlaqliq. Ammo boshqalar kishilik huquq jihatdan hujum chiqsa yoki demokratiya jihatdan hujum chiqsa, chunki biz falsafani dunyoviy fan deb emasmi abay? Men buni anglatyman. Bu dunyoviy bo'lgan bu narsa nima uchun G'arb dunyosida o'zining mavjudligini saqlab qoldi yoki ojiz bo'lsa-mu davom qilyotdi. Ammo boshqa dunyoda, Osiyoda, Afrikada, boshqa yerlarda bu dunyoviy narsa aks etanmidi. Buningga G'arb dunyosi ega chiqanmidi va buningki varisi bo'lolmadi. Deganni maqsad qilib men bunda aytdim. Ya'ni Uyg'ur xalqidan iborat bu dunyoninki bir parchasi. İnsanlıkның bir parçasına nispeten bu yerdeki G'arb felsefesi özünün gözünü yumub aldı degan gap. Bu sualımızda kaç soru oldu? Bunun bir cevabım. İmanla Kant'ninki mengülük teşlik üçün de bir eseri var. Bu adirak hesap 300 yıllar burun yaşayan bir mutafakkirin, felsefeninki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kuruluşunun zorunluluğu hakkındaki kitap bu. Unutkamam.
Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kurulduğu vakti 1945 yılı bu. Bırak mushundaq bir xil mexanizmning qurilishining zarurligini dünya tashqi nuqtasidan siyosat falsafa nuqtasidan sharhlaydigan 300 yil burun sharhlaydigan shaxs Immanuel Kant. Faylasuflar ko'zni yumog'ini yo'q. Ammo ijroatchilar, siyosiy fursatparastlar, partiya guruhlar o'zlarining manfaatini chiqish qilib, o'zininki tarixdagi mutafakkirlarning asosiy qimmat qarashlarininki bir qism joylarini nazarda tutgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yomon niyatda o'zgartgan bo'lishi mumkin. Ammo shundoq deyish kerakki, shu g'arb davlatining asos qonunida mutlaq shuki, g'arbning shu davlatning faylosuflarining asos ideyasi, asos qonuni sil bo'lgan. Gollandiyaning asos qonuni asosida o'qib chiqsangiz, cho'qim bir narsa his qilishingiz mumkin. Fransiya asos qonuni, Germaniya asos qonuni, Angliya asos qonuni va boshqa g'arbning eng chong davlatlarininki asos qonunlarida bu g'arbning mutafakkirlarining ideyasi mutlaq asos qonun kirgizib bo'lgan va asos qonunda uni ro'yba qurilib bo'lgan. bir qism joylarda uni ismlari kirgizilgan. Qurilib bo'lgan, to'g'ri. Qurilib Demak, bo'lgan. bu faylasuflarning o'zlik masala emas, balki fursatparast siyosiy faoliyatchilarningki manfaatparast siyosiy yo'llarningki o'ynayotgan o'yini bo'lishi mumkin. Ya meni bu yerda degan inchki bir masala, bu qonunlar zodi shu 200 yil yoki 150 200 yil 250 yil burungi faylasuflarningki qimmat qarash ustiga g'arb dunyosi asosan qonunlashib ketdi. Biz buni ko'ryapmiz. Bundan foydalanyapmiz zodi. To'g'ri. Ammo bu faqat g'arb dunyosi bilan men faylasuflarga qaratmadim gapimni. Faqat aynı zamandaki faylasuflarningki varislari bo'lgan bugungi qonun, bugungi g'arb dunyosi g'arb jamiyatida buni joyiga o'ltirg'izib olgandan keyin ammo dunyoga nisbatan iqib chiqolmadi va yoki bu kishilik huquq jamiyatlari bo'lsin va kazamush falsafaga oid yana bu falsafani yoqlaydigan, bu qonunlarni yoqlaydigan kishilarning tashkilotlari ijtimoiy tashkilotlarga aylanib qolgan ve gibi ötmez teşkilatlarga aylanib qolgan. Mesela Afrika'da bugün insan öldürülüptü dese, yoki Şarkı Türkistan'da kamplar içilipti, öldürülüptü dese, hükümet bunun perva qilmaydigan, perva qilsin bundaqla qarab qo'ydigan bir asosiy qimmatni yo'qotgan demoqchiman. Ya'ni g'arb dunyosi boshqalarga nisbatan ko'zini yumboldi bugungi kunda. Buni endi mundaq tushunish mumkin. Barliq masalalarni falsafa nuqtasidan tushuntirishga biz tirishimiz. Ammo ikki davlatningki normal diplomatik munosabatiningki tangpungligi bu falsafa nuqtasidan ayrim bir javobga ega hamda diplomatiya nuqtasidan ayrim bir javobga ega. Masalan, misol Yaponiyaning matbuotlarida Uyg'ur masalasi haqida cho'ng o'rin berilyapti. Ammo Uyg'ur masalasi haqida hukumatning hozirda hech qanday sadosi yo'q. Unda bo'lsa Yaponiya nima deyish kerak? Yaponiya nima deyish kerak? Demak, o'g'lim, Germaniya bo'lsin, Angliya bo'lsin, Fransiya bo'lsin, Norvegiya yoki Shvetsiya yoki Finlandiya bo'lsin. Ya umuman o'xshash. Bu davlatlarningki asosiy yo'li bilan yani hozirgi ahvoli, yani o'zining normal bir turmushini qamdash, yani iqtisodiy jihatdagi nacharlashgan ahvol ostida ba'zida ana shunday davlat o'rtasidagi tangpungliqni, yani diplomatik munosabat jihatdagi bir inchki ahdnomalar, to'xtamnomalarni ro'yxatga asosan ba'zida o'zininki asosli qimmat qarashiga xilof bo'lgan ba'zi narsalarni ham qilib mumkin. Chunki asosiy qonun bilan kafolatli bo'lgan bu davlatlarningki asosiy qonunda bu kichik kafolatli bo'lgan bo'lsa-mu, lekin shu partiyaning tashkillagan hukumati, ya'ni navbatdagi prezidentninki, elboshininki tashkillagan hukumatiningki ijroatdagi masalasi bu.
Buni biz davlatning asos qonunidagi yoki davlatningki bir butun asosiy asos qismi ul qismidagi masala qarsa qilmaydi. Bu çokum partiyenin o'zgarishi bilan yoki bo'lmasa vaqtning o'zgarishi mumkin. Buning uchun biz balkim boshqa unumli bir choralarni topib chiqa olsak, ya'ni shu hukumatga besim paydo qilish kerak-da. Dal men o'sha yerga kelish uchun men Uyg'ur xalqi falsafa bilan psixologiyasini davolash bilan bundan keyin shug'ullanayotgan bir paytda dunyo boshqa bir siyosatlarni ishlatib qolsa, yana biz bu yerda keyinda qoldik va yoki buningga to'g'ri bir qarshilik bildirilmadik degan gap chiqdi. Demak, bugungi g'arb dunyo falsafasininki varislik nuqtasi bilan biz bugun maskanmay qolib qolsak, u vaqtida biz texmi ko'p narsalar bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi degan gap chiqdi. Uyg'urlar siyosat, qurolliq harakat va yoki boshqa narsalar. Uning uchun men buni oydinlashtirish uchun o masalani g'arb dunyosini biroz cho'vishga to'g'ri kelib qoldi. Chunki biz g'arb dunyosi bilan birga ketayotgan, yer sharining ichida yashayotgan bir millatmiz. Mustaqilligimizga bularningki siyosiy, ijtimoiy, diplomatik taraflari pek munosabatlik. Balkim bulardan munosabatsiz shaklda mustaqil bo'lolmasligimiz mumkin. Chunki butun dunyo globallashib, bir-biri bilan yem bog'lanib ketdi. Xo'sh, muallim psixologiyamiz ne mav şekilde bozuldu. Mav işini qilishimiz kerak. Mijozimiz bozuldu. İşini qilish kerak degan bu yerga kelayli, biz yana boshqa yerga ketib qoldik. Abay shu yerga kelimizda boshqa yerga ketib qoldik. Muşun sabablarini deb bəslə avval psixologiyalik buzilishimizning sababi. Bugungi naq maydondagi Uyg'urlarning meningki qarashimcha Uyg'urlarningki navbatdagi peskik jihatdagi atalmış peskik jihatdagi tamponliqning buzilishi yoki ma'naviy jihatdagi manfiy balans deydi. Yoki bo'lmasa ma'naviy jihatdagi manfiylik, yomon yo'nalish, buni hamda atalg'u jihatdan turli atash mumkin. Buni hamda biz har bir shaxsning konkret ahvoliga qarab, ya'ni agar u shaxs haqiqatan shunday bir kasallikka girib bo'lgan bo'lsa, cho'qim bu shu psixologiya doktorlarininki davolashni qabul qilish kerakki, lekin men bu yerda deydigan gap, hargiz bu konkret bir Uyg'urni ya'ni ma'naviy masala chiqqan bir Uyg'urninki konkret kesin davolash emas, balki siyosat falsafasi nuqtasidan chiqib o'tirib Uyg'urninki navbatdagi ma'naviy jihatdagi manfiy yuzlanishininki sabablarini ko'rsatib berish. Bu mening qo'limdan keladi. Konkret shaxsninki, konkret bir Uyg'urninki ruhiy jihatdan chiqqan yoki oilasidan chiqqan konkretni psixik masalalarni bu tushuntirish bu intan murakkab emas. Buni sabablardan ko'p qilish mumkin. Lekin asosda tiplari bo'lishi mumkin-da. Masalan, biz umuman o'rtaqcha umuman vaqtimizda vatandan ayrıldık. Antın muhitin ayrıldık. Aşı güzel anı diyarımızdan ayrıldık. Dostlarımızdan ayrıldık. Bizim en mukaddes neslerimizden ayrıldık. Biz hemen şu güzel diyarımızın kayıtımız bağ. Bırak kayıt yamayız. Bu cihette her bir Uygur'unki manevi cihetteki azapları, yani ruhi azapları ortak hamdi. Bunun qarta qanday qilish kerak degan masalaga vaqtda cho'qim biz shu xil manfiy yuzlanishni Uyg'ur tarixining ichidagi bizningki katkizib qo'ygan yerlarimizni, ya'ni chet ellarda hozir to'rbatlarda misol Uyg'ur tarixi haqida, Uyg'urlarningki adabiyot haqida yozilgan nurg'un kitoblar bor. Hech bo'lmaganda chet eldagi har bir Uyg'ur o'zining qo'l telefoni orqali Uyg'urning eng sarxil masalan tarixchilar, masalan Turg'un Almas yoki Mamtun Bo'g'ra yoki Po'lat Qodir degandek yoki Sobit Abdurahmon degandek shunday Uyg'urninki sarxillarininki asarlarini o'zining qo'l telefonida o'qish imkoniyatiga ega. Lekin mening bilishimcha aytovur Uyg'urlar bu asarlarning qimmatini ta bugunga qadar his qilmayotgandek men his qildim. Tushundim. %100.
Eski Eğer Memtun Buğra'nınki şair ekanligini, Uygur'un şair ekanligini, mutafekkür ekanligi, Uygur'un mutafekkür ekanligi, Uygur'un devlet kurgucusu ekanligini, Uygur'un allamasi ekanligini, Allah Taala'nın bizga taqagan en katta bir nimet ekanligini, asrning bu muqaddas bir sovg'at ekanligini tushungan bo'lsak, biz Sharqiy Turkiston tarixini yoki Memtun Buğra'nın asarlarini yodlagan bo'ladi. Yodlagan bo'ladi. Nemişki biz Turg'a almasının kitabını yad bilmeyiz misal. Nemişki Memtun Buğra'nın kitaplarını yad bilmeyiz. Demek çoğunun bu. Ama Yani bizdeki manevi cihetteki menfi yüzlenişinin asas sebebi menimce Uygur'un tarihinin hakiki iç yüzünü körüşke intilmezlik. Bilişki aşık olmazlık, teşne olmazlık bu şimdi. Eğer aşında bu hicretteki alaydık bulduğun bolsa, yani teşne bulduğun bolsa, yani bir manevi bir içilbaş bulduğun bolsa, o şu eserler için özünün tesellisini, yani özünün davasını, özü tapalısı mümkün. O bimarının ki, o adammış bimarının doktora ihtiyacı yok da, yani her bir Uygur tarihinin mükemmel ürünüşü arkalık, özünün, her bir Uygur özünün davasını, özünün retsipini, özünün doğrusunu, özü tek çıkarılgan olur. Yani Uygurlarda ruhi kuvvet intayin acizleşip ketken ki, hatta dava doktorunun aldığı berişka yoki doğrunu yeyişke mi cüret kılınmaydigan alet kep kalgan. Doğru. Yani çünkü ameliyat şu, biz kitap %100 biz ulanın kitabını yada emas, normal kitap okuşunun yine kelişimiz mi test buluyordu umumi millet şekilde. Meyli Şarkı Türkistan'ı misal alaylı, meyli çeteldik muhacirlerini misal alaylı. Okşaş. Demek çoğunum biz özümüzdeki tarihi şahslarımızdaki yürekini singen aşı cevherlerge sahip çıkışımız gerek. Bu eserlerini Yani bunun düşünüşümüz gerek. Bunun Tatbik kılışımız gerek. Uygur halkı çeteldeki Uygurlar değil mi? Şarkı Türkistan hazır kuşumuz yetmeydi o. Belki kim müstakil boz programımızı görüşü mümkün inşallah. Çeteldeki Uygurlar kitaplarına keliş gerek diyen adli bir cümle gecegen çakılsak bulamıyor. Elbette. Bulup mu bizim asasi tarihçilerimizden asasi bizimki cemaat erbaplarımızdan asasi ellamelerimizden eserlerge çokum astaydil mesuliyetçen mamlukaş gerek. Her birisini çokum xuddi mümkün bolsa mukaddes kitaplarını yadlagandek Uygur'un ana tilda yadlaş zürür. Nemiş ki yadlamak ekmiz biz. Yadlamasının özü yani her bir sözümüzde aşı mutafekkirlerimizden, aşı tarihçilerimizden tarihi hükümleri bilen korlandırılmasının özü belki bizden manevi kesimimizden en yıldızı bir yer olsun. Şu kitabını yadlaştım burunki bozulgan ruhiyetini tüzeş için başka bir doğru var mı? Yani çünkü hazır kitap yadlaşamaz, kitabın kışık geliş manevi kuvvetimiz mi yok? Onundan mı aldığı berdiğen bir narkoz var mı bizge? Ba. Yana Greek acı doğru geldi. Platon'un ki Sophisto da birisi var. Yani Sophisto. Sophisto diye birisi var. Bu eserinin ki asas kısmı mevcudiyet meselesi asasta. Yani bir etmezse sen neymiş ki mevcut değil. Senin mevcutluğunun manası neyme? Mevcutluğun kaçanmıştan buldu misal. Mevcutluğun hakikaten bana münasebet değil mi? Yani bu şu Platon'un eseri asasını tutup tank çıktı Aristotle özününki ruh hakkında yoki metafizik degan eserini bu metafizik aslida bir hisobda shu mavjudiyatninki ilmida metafizik ikki xil bo'ldi. Birinchi metafizika deganimiz bu asosiy mavjudiyat chiqarilgan, ikkinchi metafizik deganimiz alohida metafizik bo'lib bu ilohiyat chiqarilgan. İlahiyat, teologiya.
Yani bu metafizikinin iç bir yüzü var. Bu her birisi bir hesapta insan içinde, her birimiz için, her bir konkret bir Uygur için. Bunda olsa Aristotel'in gözüne karasak, bizim gözümüzde karaga vaktimizde cevap verişemegen nesle bu klasik eserlerden cevap çıkışı mümkün. Bizning mavjudligimizningki aqliy asosi bor. Biz muayyan maqsadla yaratildik. Aristotel'le Atatürk'ün qarşı o'xshash. Balkim o'zi billah Allohning kalomida bu har bir insonning yaratilishida muqaddas bir maqsad muddaning bir planning maqsaddan bor ekanligini biz ahlomilarimiz yaxshi biladi o'zi billah. Unda ochiq oyat bor. Bu Girikning mutafakkirlarining ko'rayotgan narsa bilan bizning allomilarimizning ko'rayotgan narsa o'xshashda javob o'xshash. Unda bo'lsa har bir Uyg'ur siz o'zingizning nima uchun shundoq yoritilganligingizning sababini tushunishdan boshlashingiz kerak. Chunki mavjudiyatning birinchi qadami tushunishdan boshlanadi. Unda olganda muallim men bu so'zni tanqid degan kalimaga bog'ladim. Avval inson o'zini tanqidlash kerak deb tushunsak qanday bo'ladi? Bo'lishi mumkin, biroq o'zininki har bir chunki tushunishni qo'zg'ash uchun deyapman. Tushungida kalla yo'q-ki. Ya'ni inson o'zini kelib men nima uchun yaratildim yoki men kim degan bu narsani o'ylig'idek kallani hozirlash uchun. Men shaxsan undaq bir narsa yo'qmiki deyman hozircha. Chunki bek zaharlanib ketib bizning kallamiz bir odam uyga kirib to'ttam qarab o'ltirib zodi men kim, ismim nima, men qanday bo'lgan bir odam deb o'ziga qarash uchun vaqt chiqag'idek bir tushunchaga kelinmayotdi. Shuni buningga boshqa bir to'g'ri izlab boqamdiq ya. Men sizni tushundim hozir. Ya'ni falsafa nuqtasidan kiryapmiz bu masalaga. Masalan, bir millatning isloh bo'lishi uchun va yoki buzilgan bir millatning isloh bo'lishi uchun va yoki chechilib ketgan bir millatning isloh bo'lishi uchun masalan yahudiylardek u millat urush bo'lishi kerak, qon to'kilish kerak deydigan mandaq bir fizik amallarmi bor. Masalan shu. Bu ham Qur'oni Karimda ko'rsatilgan. Agar haddidan oshgan qavmni biz yengishlaymiz debchu. Alloh taoloninki bu yerda bir millatni davolashda agar sizlar bizga itoat qilmasanglar biz sizlarning o'rningizga biz itoat qiladigan boshqa bir qavmni ekilimiz deydi. Bu yerda yengushlashni maqsad qiladi. Yengushlash shu hayotlikninki oyoqlashib yangi bir insonning tug'ilishini maqsad qiladi-ku bu yerda. Ya'ni bu yerda bir qon to'kilish, urush, yani aslında bununla bağlasak bo'lmaydi bu gapga. Ama yani Uyg'ur xalqi bugun texnik ittifoqlashishda bir fizik amalni ko'rdik. Xitoyning kompetishi Uyg'urlarning texnik ittifoqlashishini keltirib chiqardi. Xitoyning zulm qilishi chet ellik Uyg'urlarning bayroqqa yaqin kelish amaliyatini keltirib chiqardi. Bugungi chet eldagi Uyg'ur muhojirlarining psixologik buzilishini tuzash uchun qandaq bir psixik nima fizik harakat bo'lish lozim. Buningga bir narsa deya olamsiz? Yani buningga bekir baqilay yani. Menimcha bu vaqtda agar masalan qattiq qo'lliq bo'lish kerakmi? Uyg'urlarda istixborot tashkilotlari qurilganga o'xshash, ya'ni qattiq qo'l tashkilotlar qurilishi kerakmi? Baylarni o'g'itadigan, siyosiylarni o'g'itadigan fizik tashkilotlar, amaliy narsalar bo'lish deb tushundiq deymiz. Savolimni tushuntirdimmi? Yani falsafa nuqtasidan chiqib turib mumkin bo'lsa savolni texnik inib bir tushuntirmagan bo'lsa. Bugungi buzilgan psixologiyamizni tuzashda amaliy harakat bormi? Fizik harakat bormi? Qo'l bilan qildigan, ko'z bilan qildigan, tutquli bo'ldigan. Asıl savol. Hamdi bu yani Uyg'urning navbatdagi shu xil ahvolini o'zgartirish uchun qilingan bir fiziklik harakat zo'r deb qaralsa u nima harakat bo'lishi mumkin deb men tushundim. Yani Uyg'urlar uchun navbatda eng zarur bo'lgan bir harakat fiziklik bir harakat zo'r deb qaralsa u harakat qaysi harakat bo'lishi mumkin? Menimcha vaqtda bunun cevabını başka milletten so'rashga
bo'lmaydi. Hmm. Buni faqat o'zimizdan so'rashimiz kerak. Va har bir Uyg'ur o'zidan so'rash kerakda. Endi mening beradigan javobim. Mening beradigan javobim. Men xil uzoq o'ylandim. Bu masalada. Bu masala siz tadqiqot ilib bormi bundan burun? Albatta bu tadqiqot deganim kerak shu haqdagi chet eldagi asarlari va izlanishlarni aqtirib izg'olab tekshirib o'rgandim. Bu yerda bunda bir narsa bor-ku. Bu millatninki shunday tarixiy jihatdagi burilish davriga kelgan vaqtda hech qanday bir nopuzli bir shaxsninki nopuzliga beqinmasdan yoki bo'lmasa stixiylik oldi ilib boradigan bir xil harakat bo'ladi. Bu stixiylik harakat oxirgi hisobda bu maqsadlik harakatni keltirib chiqardi. Bu stixiylik harakat, maqsadlik harakat eng oxirida davlat qurish tutishi mumkin-da. Bundaq misollarni aytib ko'p. Yani biz eğer bu bir maxfiy mesele bo'lib qolsa javob bermaslim mayli. Yoki boshqalarga xato tushuncha, ya'ni davlat siyosatlariga xato tushuncha paydo qiladigan narsa bo'lib qolsa javob bermaslim mayli. Agar buni urush qilish degan ma'noda tushunishni tashabbus qilish kerak bo'lib qolsa, buning mas'uliyati ig'ir. Yani shuni tashabbus qilganligim uchun men mas'uliyat o'z ustimga so'rga qoldi. Biroq to'g'ri. Mening bildiğim felsefe cihetten, yani siyasi felsefe cihetten diagnoz koyuş doğru gelse, başkalar kandak kılan, yoki biz kandak kılış mümkün diyemezki vakti, hiç bombaga vakti mı? Abi ben diyendek, şu milletinin ki yine halaketki yüzlengen bir milletinin cismani cihette ve manevi cihette zayıflık, patkan bir milletinin azaları taraflarından etrafı uyuşup, çokum bir sıkıylık bir hareketini appagan bir tarih var. Bu stixiylik hareket abi degandek zor ko'lamlik hareketni keltirib chiqardi. Yani ma'lum doirlik stixiylik hareket zor ko'lamlik milliy hareket keltirib chiqardi. Bu zor ko'lamlik milliy hareket oxirgi hisobda milliy davlatningki qurilishini keltirib chiqardi. Biz shunchalik anqovki, biz hatto nemi sualni kimden so'rashning yoki so'ramaslikning zarurligini bilmaymiz. Mening beradigan aniq javobim shuki, Uyg'urlar o'zininki masalalarga javobini hech qanday bir millatdan so'ramaslik kerak. O'zining kesilingki javob diagnozni o'zing qo'yishing kerak. Ama bu javobni berdiganlar tabii yaqinda bo'layotganligi uchun deyalamiz yani. Misal turibsizlar. Misal muhim bir farklı bir misal var. Uyg'urning tibobet nazariyasi bor. Uyg'urning tibobet klinik amaliyoti bor. Uyg'ur laboratoriyasi bor. Uyg'ur dorigarligi bor. Uyg'urning bütün davolash, saqliqni saqlashning hammasi bu tarixdagi ming yillab o'rganishdan, tadqiqotdan o'zimizning shu ana vatanimizningki ijtimoiy va tabiiy mo'jizaga kelgan narsa. Buni yildizi intan cho'qir, ming yillab, 10 ming yillab yetib borgan narsa. Bizningki badanimizga to'g'roqninki suyi karpız qilganki adresman yoki ash vatandagi bir o'tchuplarninki ma'lum bir qism dori bo'lishi mumkinki, ba'zida sirtki g'arbning dorilar daha foyda qilmasligi mumkin-da. Buni men nima uchun deyman degan vaqtda bizning jismoniyatimiz shu vatandan kelgan. Bizning ruhiyatimiz vatandan kelgan. Hem bizning kesilimiz ham shu bilan munosabat. Demakchi o'g'limiz Alloh taolo bizga Uyg'ur tibobetini ato qilganga o'xshash, unda bo'lsa Uyg'ur o'zining ma'naviy kesilini davolaydigan dorilarni ham o'zining nazariyasi shaklida o'tirib chiqish kerak. Ve her bir Uyg'ur diagnoz qo'yib o'zining mas'uliyati bo'lsa, buni ato qilish kerak. Buni bir shaxsning ustiga atib qo'ysa bak ig'ir ish. Buni ko'tarib bo'lmaydi. To'g'ri. Ya'ni demakchi o'g'lim, cho'qim har bir Uyg'ur o'zimizningki
Uygurluktan faydalanıp durup, Uygur medeniyet çemberiga içi durup, Uygur tarihi içi durup, Uygurlar özünün ahvalıga, özü diagnoz koyuşu, özünün retsipini öz yazışı. Bunda o'tlaysak, her bir Uygur özünün doktor bo'lsa kerak. Bimar tang doktor. Çünkü bizning bimarligimiz odatdagi bimarlik emas. Doğru. Yani unda olsa ben bu sözümni bir gap bilan oyoqlashtirma va abayqi temaga yenib kelamiz. Bu jihatda bizningki qahramonlarimizdan, shahidlarimizdan shu 1990-yildagi Barın voqeasi, Barın jihodi deyli yoki inqilobi deyli o'xshash. Bu harakatda Zeydin Yusuf bir narsani o'tirib qo'ygan ekan. Biz cho'qim Xitoyga qarshi harakat ilib boramiz, qurolli harakat qilamiz degan vaqtida buningga ustozlar, olimlar va yoki shu atrofdagi kishilar biz mag'lub bo'lib ketamiz, Xitoy kuchliq degan vaqtida ikki so'zni qilgan ekan. Biri bizning Allohimiz bor, biz yani ma'naviy bir kuch bor bizda, bu bir. Ikkinchisi biz xalqimizni urushga so'rab kirishimiz kerak degan bir so'zni qilgan ekan. Bu endi menga nisbatan bir ideologiya. Chunki bu urush masalasi to'g'risida nurg'un ajoyib cho'ng so'zlar bor. Masalan, bir millat urush qilmay yo'qolib ketadi degandek. Bir millat sukut bilan yo'qaydi, urush qilib yo'qolmaydi degandek har xil so'zlar bor bu yerda. Ammo bu kishi shu narsani bir fizikalik harakatning ideyasini atgan. Yani bundan 30 yil burun hesapda. Yani bir yildaki 30 yil bo'ladi. U vaqtgacha biz buni ijro qilolmagan yani. Yani ciddi bir Uyg'ur millatining kelgusi mavjudligini qo'g'dab qilish, psixikasini davolash, millatning chechilangan holatini bir yerga kelishda biz millat umuman urushga kirish kerak degan bu narsani hatto rahbarlik tarafidan biz millatni urushga so'rab kirishimiz kerak degan so'z bilan ifodalagan. Bu so'z qarmoq xatodek bo'lgan bilan bir nima endi? Nihoyatda uzun yillik bugungi dunyoda yuz berayotgan masalalardan birisi ham bu. Masalan, Yahudilarmi urushga kirdi. Oxirgi zamonda Yevropadan bugungi İsrail devletini qurishgacha oraliqda bu yerga to'plash uchun urush hilasi bilan yoki qo'g'lab berish yoki nurg'un fizikalik bir amaliy harakat bilan Yahudilar bu yerda bir davlatning asosini soldi hisobda. Xo'sh, unda bo'lganda ekan biz hozir falsafa va psixologiyalik nuqtadan Uyg'ur millatining chiqish yo'lini izlanyapmiz. Faqat men bu yerda shu qo'shimcha savolni so'rab qo'ydim. Ya'ni bir fizikalik harakati bo'lsa, buni bilib olsa Uyg'urlar, buningga ham yuzlansak, chunki nihoyatda jiddiy yo'qolish oldida, ya'ni yo'qotilishning ichida yashayapmiz. Xo'sh, undaqda men muallim bugungi suhbatda men asosan ikki jumla oldim sizdan. Birisi Uyg'ur xalqi jismoniy harakat qilish lozim, ya'ni jismini qo'g'dash kerak. Badan harakati demdi, ya'ni jismoniy harakat qilish, ya'ni tan harakat demdi. Chiniqtirish, jismoniy chiniqish ilib berish. Ikkinchisi ciddi şekilde tarihi ve bizning psixikamizni qo'g'dab qoladigan qilishning asosi bo'lgan kitobga yuzlanish va kitobning ichidagi o javhar, o sizlar tilga olgan Muhammad Emin Bug'ra bo'lsin va boshqa olimlar bo'lsin, ya'ni yozuvchilar bo'lsin, mujohidlarimiz bo'lsin, ularning kitobiga yuzlanish kerak degan mush ikki javobni ham tushundim hozirlikcha. Uchinchi bir chiqish yo'li bormi? Üçüncü bir çıkış yolu belki bizdeki aklımızga müracaat kılındı. Ben bu yerde yanına büyük bir mutafakkirning sözünü sağ getirmem. 1976 yılı 5. ayının 20. günü Germaniyanın meşhur filosofu Martin Heidegger ömürde yazgan barlık eserlerine yani ölüp gitişki bir hep kalgan vaktida ölüp gitişki bir hep kalgan vakitte bireylen belki nesriyatı boş mümkün.
Sizning barliq asarlaringizni mushundaq bir yurishlik kitob qilib 100 tom atrofida nashr qilmoqchi. Misol, siz butun asarlaringizniki ya'ni 100 tom kitobingizniki nashr qilinishini qarta, oddiyroq tushuntirsak Uyg'urcha. Bir kirish so'z yozib bersangiz deb, uylab ketish oldidagi Haydigerga kirish so'z yozishni iltimos qilganda, Haydiger shuncha yil yozgan g'oyat zo'r sifatli, g'oyat zo'r hajmdagi asriga qarta bundaq jumla yozganda, mening asarlarim falsafa emas, balki yo'l deydi. Yo'l. Demak, ömrüdeki yazgan barlık eserler başkalarının felsefeler düşünüldü. Bunun içinde Yahudi'ye karşı da düşündük Allah'a. Yakin olmasa Yahudi'ye karşı emesti, kin, özgeygen de düşündük Allah'a. Yani bir tekstini okşamağa adamlar okşamağa düşünüyordu. Lakin Heidegger ölüp gitişten aldığında benim bu eserim felsefe emez, belki yol değil. Mening bu Uyg'urib qadar bo'ladigan gapim nima desangiz, biz yo'lninki turlaridan ko'p ekanligini, bu yo'l deganda yo'lning beshi bo'lib, boshda biz cho'qim chig'ir yo'l kirib qolishimiz mumkin. Sasliqda, Sesik suvning orasida, tog' jilg'inlarning orasida, tog' cho'qqillarida turli xatarlik yo'llarda minishimiz mumkin. Ammo nishonimiz nima? Agar u davlat qurish bo'lgan bo'lsa, shu bizning nishonimiz yetkichi bo'lgan orliqdagi barliq analizda, barliq harakatlarning hammasi eng oxirgi nishon uchun elib berilgan falsafiy harakat emas, belki bu fiziki hareket bo'lishi mumkin. Demek fiziki hareket ma'lum ma'noda falsafiy hareket kim o? Ta'sir ko'rsatib yakınmasa ma'no jihatdan bir-birining ustiga kelishishi mumkin. Chunki Einsteinning bir so'zi bor, fizika metafizikadan iborat deydi. Fizikaning falsafiy mibsi metafizikaning o'zidan iborat deydi. Gap buni qanday tushunishda? Bunda olsa Uygurlar başta çığır yolu kirsin. Misal, biz çığır yolu kireydik. Sazlık yolunu ötümüz, cılgını ötümüz, hatık yollarını ötümüz. En ahırı çokum ki, bir güzel yerler çıkımız da. Çünkü ahırlaşmayacağın sefer yok da. Ya bir yerde yolun kandak buluşu emez, yol meniş da. Biz yol memuvatımızmı yoki bo'lmasa yostiqni qurlab uxlayapmizmi degan masala. Dal mana shu masala. Mening tuzishimcha yo'l menayotgan bo'lishimiz mumkinki, lekin yostiqni qurlash jiqib kelgan bo'lishi mumkin. Biz yo'lda shunga bizning harakatimiz unumsiz. Bir yakab uxlab qoldikmi ya? Yo'l tepasida bir yakab uxlab qoldikmi? Yani bunu bugungi olimlar, bugungi kishilar klassik til bo'yicha uyg'onish degan gapga yig'inchoqlatadi. Uyg'urlar uyg'ondimi, uyg'onmadimi degandek. Yani kelime şekilde açtak ifadelerimiz. Elbette Uyg'urlar siz degandek yo'lni mengawatamdi yoki bu yerda to'xtab qoldi. Bu eng muhimi bu ma'naviy yo'limizninki xuddi tormozlanib qolgandek bir holatni ko'ryapmiz. Bu bexatarlik hamda. Menimcha o vaqtda yo'lning qandaq bo'lishidan ko'ra yo'l menish intayin muhim. Ya'ni shunda Uyg'urdek bir mustamlik millatchi holatda bir qadam menishmi menish, 10 qadam menishmi menish, aldirmay mansingizmi menish, biroq yugurib mansingizmi menish. Bu menish chunki eng oxirida davlat qurishni nishon qiladi. Bunun bir neticesi buludu. Bunun bir bedeli buludu. Biz bunun için çok özümüzü açmamız gerek.
Özünü atamaslıkның özü hiç qandaq bir meseleni hal qılamaydı. Meseleni yoki kirisni davomli qoldirib yurishning sababi kirisning ichiga o'zi atmaslik, ya'ni harakat qilmaslik iborat. Ya'ni kirisning nimaligini tushunmaslik. Asosiy usullarni bilmaslik. Ve çokum özümüzdeki imkaniyetimizni yor berishicha bir qadam, ikki qadam yumilib qo'limizdan keladigan barliq usullarni qo'llanib o'milab bo'lsinmi taqiyamishib undan tushib yayloqqa jilg'iga tushib ish qilib bizning badanimiz titin bo'lib ketishi mumkin, biroq eng oxirida maqsadimiz davlat qurish bo'lgan ekan. Bu aldığımız şartını tamam kılmayı durup, onda asanlıkça kolun kildiğen bir yok. Yani muallim ruhi cihette mesela sağlamlıkninki adetlik ölçümü bilen xalqarodagi ölçümüne muşun depesle bunu muhkolaydı. Yani Amda ruhi cihetteki bir insanın yoki bir milletninki normal sağlamlıklı ameliyatta şu millet özününki ana tilida so'zlab, ana tilida ma'rifat tarbiya edib, şu milletninki adamlar bilan kodektiv şekilde o'zining an'anaviy madaniyatlarini varis sifatida taraf qoldirib mangalishi amaliyotda shu xil muhitning ichidagi mavjudlik bir xil sog'lom bir holatda, ya'ni bu normal holat bu. Ya'ni g'arb tarafga millatlarniki psixik sog'lomligi yoki jismoniy sog'lomlikning oldingi shart sifatida mushundaq bir xil asosiy ol hazırlanğanda. Ama Uygur'a kelsek bu xil imkoniyat yok. Şunun için biz xalqarалық ölçem bo'yicha qaragan vaqtimizda yani psikik jihatdagi sog'lomlikning o'lchimini oddiylab qilsak siyosat falsafa jihatdan qaragan vaqtda cho'qim sen davlat xarakterlik mavjudiyat bo'lgan ekansan, o'zingning davlating bo'lishi kerak. Davlating bo'lmay turib jismingning yoki ruhingning sog'lom bo'lishi, davomlashtira olishi yoki varischilarning uyaga ig'dorish qilishi mumkin emas. Shunga bizning tarixiy vazifamiz sog'lomlikning odatdagi va xalqaro o'lchimligining sharti bu yerda davlat masalasi. Davlat masalasi hal bo'lmay turib har bir yakka Uyg'urning sog'lomligiga hujum qilinmaydi. Demek mustamlik holatdagi har bir a'zo cho'qim jismoniy va ma'naviy jihatda ashundaq bemorlikqa yo'l qo'ygan bo'ladi. Ya'ni bu istiqillik holda yoki maqsadga holda ashundaq bir xil muhitning ichida o'zininki jismoniy va ruhiyatini manfiy yuzlanishga to'g'rilab qo'yishi mumkin. Unda qo'yganda Afrikadagi bir qabila davlati, mayli Somali deyli, mayli Nijeriya deyli, undaq latlarni tortib olib, latlarning ichida yashaydigan millatlar bor, qabila davlatlari. Undan keyin masalan, Sharq Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlar, Vyetnam deymiz, masalan, taraqqiyoti bo'lmagan, masalan, Bangladesh deymiz. Bangladesh Uyg'urchada masalan mana mushundaq yerdagi millatlarning psixikasi, ruhiy holati biznikidanmi yaxshi degan gap chiqamdi. To'g'ri. Men nurg'un bengallik do'stlarim bor. Bengallik do'stlar bor. Ana boshqa davlatlardan nurg'un do'stlarimiz bor. Mening hayron qolganim iqtisodiy jihatda Uyg'urlar ahvoli xuddi Bengalda yaxshilik o'ylab ekanmiz. Men bengalliklarningki ruhiy jihatdagi mag'rurligiga, ularning e'tiqod jihatdagi mukammalligiga qarab hayron qoldim. Bu balkim nurg'un Uyg'urlar ko'rgan reallik bo'lishi mumkin. Islomga ega chiqqan, millatiga ega chiqqan, o'zining kelgusiga ega chiqqan millat. Bunun aldığım şartı Bengal'da ibaret bir devlet boğalık. Demek biz hem işini koyup devlet kuruşumuz gereken muallim ha?
Bundaq deyiş elbette bu fakat muşula bunun fakat bir davası var deyse orkesi devlet kurmay turup bu mustamlik milletninki davasında bulunmaydı. Nemişke Koriya hazırlık kadar yapım bilen tipişidir. Unda o'zi Atatürkning qiyg'ayishi to'g'ri ekan-ku muallim. Albatta to'g'ri. Ya masalan tanqidiy qaraydiganlar bu Atatürk chiqdi, masjidlarni taqidi, qo'tan qildi, cherkovlarni ochdi, nimalarni cho'rib tashlab, ishlab keydirib azonni masalan undan keyingi varislarimi dinni asosi jihatdan supurib tashlashga tirishdi. Ammo davlat qurdi, davlatini saqlab qoldi. Xo'sh, undaqda bu nihoyat cho'ng bir gapdan birini qildi bugun. Yana nihoyat cho'ng bir ideologiya bu. Uyg'ur xalqi bütün ishlarning bedeliga davlatini qurish kerak degan bu gap chiqdi. Bu hamda diniy jihatdan biroz xatarlik gap. Dinni qanday qilamiz? Dinimizdan voz kechamiz. Bunga sizlar bir falsafa doktor bo'lish sifatlari bilan javob berib baqsiz uni manglayli. Biroz munozara qo'zg'asin jamiyat. Devlet kurmay turup özümüzden diniga ega chiqish mumkin emas. Biz vatandagi Uyg'urning ahvolini hozir Uyg'ur ahvol qarasak, biz dinimizga ega chiqa oldikmi? Yo'q. Sababi nima? Sabab davlatimiz yo'q. Tamam. Dinimiz yo'q yani. Devlet unda olsa bir adamning uyi, bir adamning ayoli, bolasi, bir adamning ota-onasi ekan. Yoki bir adamning butun hayoti. Bir adamning barligi devlet. Unda biz hech nima emas ekanmiz. Eldeki Uygurlarning işinin bulanmamaklıgının sebebi şundaq bo'lganligi uchun. Biz işini bu emas, işini buluş için çokum devletlik alettin dağılması gerek. Devlet millet şeklinde faaliyet gerek. Biz etnik millet emez. Yakınımızda asıllık millet emez. Biz devlet milleti. En içindeydi o İngilizceler. Biz devletin milletiyiz. Unda muallim biz millet emas ekanmiz-ku. Yok, Uygurçadagi millet deganni gerek yoki latin yoki ingliz tillarini tushunsangiz balkim o'xshamagan ma'noda biz cho'qim Uyg'urni etnik millat yoki asalliq millat degan shaklda emas, balki davlat millati. Yani obyektiv jihatdan masalan yani biz o'zimizni mustaqil bir millat kategoriyasiga silishni nimaga tayinamiz? Chunki siz davlatni bek ustun o'rin qo'ydingiz hozir. Yoki ustun o'ringa ilib oldingiz deyli. Bu davlat yo'q, hech nima emas bir holatda. Undaqda biz o'zimizni nima uchun mavjud bir millat, biz mavjud bir madaniyat, biz abay dedik-ku, biz tarixda manda bo'ldik. Endi tarixda davlatimiz bo'ldi. Bugungi kunda bu davlatchilikning texmi muhimligini ifodalash uchun da'vatim men. Yani bu medeniyetimiz, urf-odatimizni qanday ifodalaymiz? Yani bu mavjudmi, mavjud emasmi? Albatta chet eldagi Uyg'urlar cho'qim o'zininki imkoniyat bermagan doirasida Uyg'urlarni o'zininki kollektiv barpo qilish kerak. Ya'ni har qaysi davlatdagi Uyg'urlar cho'qim aktiv holda o'zininki ona tilini, madaniyatini, ma'rifini shu davlatninki qonun bermagan doirasida olib berish kerak. Bu o'zininki siyosiy jihatdagi mavjudlik bilan birgalashish kerak. Yani bizninki madaniyat jihatdagi mavjudligimiz siyosiy jihatdagi mavjudligimizning sharti. Yani madaniyat ma'lum jihatda qaragan vaqtimizda kimlik ma'lum jihatda qaragan vaqtda davlat qardiga. Demak, bizning Uyg'ur kimligimiz Uyg'urlarninki davlatlik alohidligi bu yerda eng muhimda. Albatta bizning qilgan yadroliq ishimiz bu. Barliq ishlar shu ishlarga merkezleşiş gerek. Yani bugungi kunda masalan bizni sen nereden kelding desa Sharq Turkistondan deymiz, ammo saqchi ichadin topolmay kompyuterdan sen junguliq kelgu deydi masalan. Demak bo'yliq hozir real binasini yashatimiz. Biz qo'limizdagi pasportda Sharq Turkistonda bizilmaganligi uchun Sharq Turkiston xalqidan iborat yoki Uyg'ur millatidan iborat bu millatninki mavjudligini tamojnalarda, belediyelarda, davlat organlarida his qilolmayotimiz va yo'qligini ko'ryapmiz.
Yani çünkü kolumuzda bir devletke alakadar bir pasaport yok hiç kasımızda. Mişanın vatandaşı boğan takdirde mi kimlikimizin esliki kaytıdı. Sen kayadın kelgen vatandaş depçu. Yani demek sizin sözünüzün bir yerdeki muhimlik nima dese devlet yani bir milletin kimlikininki asası iken. Yani. Misal alsak Japonluklar özünün Japoniya devleti şunçalik pəxirləndi. Özünün milleti şunçala pəxirləndi. Belki sizin turgan Gollandiyadaki Golland milleti mi? Özünden qattiq pəxirləniş kerak. Özünün milletinin, özünün devletinin pəxirləndi. Tarixte ötken nurgun hata hareketleri var. Ama o hatalıklarına mı ular keçiriş bilgürdü de unutkamaydı bu işini. Japonya özünün aynı vakitteki 2. Dünya Savaşı oldu gelindeki bazı hareketleri karta kandak karaytıysanız umumen bulanın öyle siyasi analizçileri ya ki tarihçileri umumen onu inkar kıldığı şey yok. O kahraman mı bari? O okşaşta kalasak Xitay müstemlekçileri Uygur'un karakallığı için Xitay'ın gözde kahraman kardeş mümkün. Facianın yıldızı bir yer. Yani Türklerininki vatan degeni şu devletini gösterdikken de bunda. Doğru. Devlet bizim namusu yani vatan bizim namusumuz deydi o bir insanınki. Söz. Yani devletimizden bombağanlığı, namusumuzdan bombağanlıqdan ibaret bu kopal sözünü kılışqa mecbur kıldı degen gep. Bir yerde ben mındaq bir misal keltireyim. Bu devletin asas şekilleri yoki devlet degan narsa umuman bu 2500 yıl burun. Unutqamam. 2500 yıl burun bu meseleni haqlar muzokara qilib, xel ücür bücülükçe bilib, bunu icra qilib bo'lgan. Hoş. Ama biz tek hazır kadar tek bunun yıldızını memleketi koyuyoruz. Misal. Bunun kaçlık mutluluk bilmeyiz de. Şunda. Yani undaqda bugünkü programımızın ahırı kelgen vaqtida chet elde Uygurlar bir devletini kuruş ihtiyacı tug'ildi degan desek qanday bo'la? Yani bir yenidan bir narsa chiqsa. Yani chet elde devlet qurish imkoniyatimiz bormi chet elde? Masalan boshqa millatlar ham qurdi. Bu sorunun ma'nosi ma'ni qurish masalasi bor-da. Hech bo'lmaganda avval ma'naviyatimizni yani. Albatta buni vatanning oldida vatandagi sistemada faoliyat qilish mumkin. Devletning qonuni yer bergan narsani qilib bo'ladi. Ammo bu ma'lum jihatda cheklanib uyushtirishi mumkin-da. Masalan, biz o'zimizning oliy ma'lumot sistemamizni Uyg'ur tilida tamomlash imkoniyatiga chet elda ega desak, balkim bu mushkul. Bu mushkul. Demek bunun baribir bu biz o'zimizning ana vatanimizniki shu tuproq, shu zamin bizga shart bo'lib qoladi. Bizning ro'yimiz, bizning tariximiz, bizning xushalligimiz, azobimiz, bizning barliq qismatlarimizni tortib, barliq tragediya komediyalarimizni hammasi shu bilan bog'lanib ketgan. Biz baribir shu zaminda biz özümüzün tarihi vazifemizi ada kılmadan aldık şartında özümüzdeki real meselelerimizi hal kılışımız menimce mümkün demez. Avu bir sözle ben özümden sözünü tüzdü olay muallim. Yani biz chet elde devlet kurumuzda başka bir xalqninki devletide biz Şarkı Türkistan'da şu yerde kurumuz degandek keyfiyat şekillenip kalmasın. Demek ki manevi cihette aslında jig'ib etsam sizlik bir milletning yiltizi, insonlikning yiltizi bo'lgan falsaf, ya'ni dastlabki kirishi bo'lgan falsafa fanlarida tadqiqot qilgan, doktorlik olgan kishidan meningki so'raydigan savolim, chet eldagi Uyg'urlar ma'naviy jihatda chet elda davlat qurish psixikasi va yoki davlat qurish nishoniga kelishi uchun qo'limizda aniq bir narsa bormi? Uyg'ur davlatchilik tushunchasi bormi?
birinchi qo'limizda nima bor yo'qda tarix qurilgan bizning davlatlarimiz misol bo'lib oldingi asrda qurilgan bizningki jumhuriyatimizning o'zi bu texmi bizga bir angishlar o zimin hech qanday bir murassasiz Uyg'urning zimini tarixdan bir biz shu yerda tug'ilgan bizning madaniyatimiz shu yerda paydo bo'lgan bizning hamma narsamiz abi degandek shu ziminga munosabatlik biz u ziminga ega chiqmagan şeyga qaytmagan shu yerda ba'zi qilmagan aslida bizning yiltizimiz ojiz bo'lishi mumkin ya'ni biz texmi cho'nqur yiltizga ega narsani quradigan eng asosiy baza yanla bizdeki ana ziminimiz Sharqiy Turkiston bo'lishi kerak bu zimin bizdeki barliq madaniyatimizni ideologiyamizni bizning asosiy fanlarimizni shu davlat shaklida reallashtiradigan asosli tarixiy sahna kelgan va bundaki ishlar bo'lishi kerak agar buni biz reallashtirib olmasak bizningki bir butun millat ustida tarixdan supurib tashlashimiz ham mumkin. Chet eldagi Uyg'urlar masalan bugungi suhbatda biri badanchi nuqturish, ikkinchisi tarixiy kitoblarga va eng mashhur ideologiya tushunchalar o'tirib qo'yilgan kitoblarga yuzlanish, uchinchisi bir davlatchilik ideyasini ma'naviy jihatda kallamizga kirgizish. Ya'ni Uyg'urning davlati bo'lmasa bo'lmaydi degan bu narsani tiklash degan bir narsa suhbatimizda ba'zilari avtomatik holda o'tirib chiqdi, ba'zilari bizningki shu maqsad qilgan temamizda o'tirib chiqqan bo'ldi. Men bugun biroz diyalog xarakterida bo'lsin deb savollarni egizbasrak shaklda so'radim. Tafakkurimiz ham jiddiylashib ketsin deb. Muallim oxirida sizlar ketib qo'ydigan, unutib qilingan mazmunlar bo'lsa, uni deb baslar. Bugungi suhbatimizning unutib qilingan mazmunlar bo'lib qolsa. Meningki javoblarim umuman men o'rgangan narsalar, o'rgangan bilimlar asosida bo'ldi. Biz buni falsafa tadqiqotchisi bizning javoblarimizni bu mutlaq mening deganlarim mutlaq to'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki falsafada mutlaq bir javob bo'lmaydi. Chunki falsafa o'zaro dialogni shart qiladi. Yani Aflatun eserlerininki diyalog şekilde yazılışının ma'nosi, Yusuf Qasajidninki eserinin diyalog şekilde yazılışının ma'nosi, bu yerdeki javobninki mutlaksızlığını ko'rsatishdan iborat. Aristotelning eserlerininki usuli bu ilmiy maqol shaklida bo'lgan siyosatnomidagi ko'rsatilgan usullarga vaqtda yani en ahırki cevabı okşaşlar. Yani adaletninki yani köp xillikda yani nurgulluğun milletlerninki nurgulluğun devletlerinin adaleti özlere bir-birine tepişide Uygur'un adaleti Xitay'ın adaletinden tepişidi. Avrupa devletlerinin adaleti bilen yani başka devletleri adaleti özlere tepişi mümkün. Demek biz Uygurlar adaletle bakaga vaxtımızda bu adaletin Uygurların devlet sistemini aldığım şart kıldırganlıkını bilişimiz gerek. Yani bir devletin adaleti yani bir üçün mutlak adalet buluda tespit yapamayız. Ma'lumot ekranni ichivasizlar yaxshi bo'ladi. Kamera oldi. Xo'sh, so'zlarni davom qilaverasizlar. Ekran o'zining yetib qoldi. Shu ustiga bosla telefonning bir kameraning surati chiqadi. Shu kameraning suratini besvasi bo'ldi. Kameraning suratini bossam endi chiqdi Hamda bo'lma. Endi bo'ldi. Xo'sh. Mening kendi oxirida qo'shib qo'ygan nuqtam gapni xulosalab yani Aristotelninki siyosatnomasida va Nikomax etikasida bunday bir narsa bor.
Qullarni, Hı. yani tön katlamdagilarni garajdalarning ichiga kirgizmaganda Hı. odamlar qatorida bor. Hı. Ammo garajdan qatorida yo'q. Neymiş ha? Siyosiy mavjudlik tariqasida qaralmaganda, Hı. yani Aristotelning tanqid qildiganlarning tayinlagan narsasi bu. Hı. Demek ki oğlumda nurgulluğun felsefelerin idealerde hani şundak nurgulluğun meselelerden buluş tabii. Hı. Biz çokum özümüzdeki has felsefe sistemimizni, has etik kararlarımızı, has devletçilik sistemimizni çokum özümüzdeki alımlarımızı tayin ettirip oturup çıkışımız gerek ve bizim hareketlerimiz şundak bir xil nazariya asosida kurulsa texim yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin shundoq aytish kerakki, imonlar nima deydi? Siyosiy degan bu fan yoki bo'lmasa siyosat falsafasi bilan siyosiy harakat ikki narsa. Ilm ustidagi siyosat yoki falsafa ustidagi siyosat u pokiz narsa. Hı. Intayin pokiz narsa. Biroq siyosiy faoliyat doim aslidagi pokiz narsalarni yemirib tashlaydigan ahvollar bor. Bu g'arbga o'xshash, sharqqa o'xshash. Uyg'urlar buni cho'qim to'g'ri tushunishi kerak. Ya'ni partiyalarning siyosiy manfaati bilan davlatlarning siyosiy manfaati, davlat manfaatiningki munosabatini cho'qim to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Bu Uyg'urlardan har bir Uyg'urningki cho'qim hech bo'lmaganda o'zining tarixiga shundoq asosli Azizxon tanlariga murojaat qilishniki zarurligini tushuntirib berdi. Biz cho'qim o'zimizning kallamizni, o'zimizning ruhiyatimizni, o'zimizningki Uyg'ur davlati, Uyg'ur davlatchiligi degan nuqtada oqartishimiz, o'zimizni o'zimiz qutuldirishimiz kerak. Bu bizningki inson sifatida yoki bir Uyg'ur sifatida qildigan birdan bir ishimiz. Bundan ortiq ishimi yo'q. Bundan ulug' ishimi yo'q. Men so'g'anda har bir Uyg'ur buning uchun o'zininki butun kuchini qartga daparayman. Allah razı olsun. Muallim, undaqda men ikki savol so'rayman. Bu sizningki xizmatlarga munosabatlik. Birinchisi, buni qisqa javob olay. Birinchisi, shu falsafa masalasida Uyg'ur millatiga, Sharqiy Turkistonga munosabatlik qilayotgan xizmatlar bormi? Buni so'rayman. Ikkinchisi, sizlar kelgusida Uyg'ur faylasufi bo'lib yetishib chiqish ta ko'zlari yetamdi yoki sizlarni biz faylasuf desak bo'lamdi? Buni so'rayman. Ben o'tgan qatam bu savolga javob bergandim esimda. Birinchisi meniki siyosiy faoliyatim masalasi. Men Uyg'urlarni mayli Uyg'urning sarkillari bo'lsin, mayli oddiy Uyg'ur bo'lsin, albatta meniki faoliyat doiramda, munosabat doiramdagi shaxslar. Men Uyg'urlar uchun o'zim Uyg'urlar uchun intayin muhim deb o'ylayman. Chunki mendagi shaxslar bakchiq bo'lishi kerak deydi. Men falsafa jihatdan o'qigan, hech bo'lmaganda asosiy bilimimda qabul bor. Yani bir qancha falsafa mutaxassislari o'tirib muzokara qiladigan, munozara qiladigan keskin bas munozara so'raganda muhtoj. Shu yerda Uyg'urlar aning kendi buning nima ekanligini tushunadi. Ben ikkimiz suhbat orqali mening kimligimni bilish tez. Chunki bu yerda cho'qurlikni bilish tez. Muallim, men bu jihat hech qanday ilmga ega emas. Ya'ni asosan faqat kitob o'qib boqqan buni. Shuning uchun men sizlarni rasman sizlarni ichishga faqat yaramayman bu yerda-chu. Falsafa jihat sizni ochadigan bir ko'rak lozimki, u ko'rak men bo'lolmayman va siz degandek sizlar bilan munozaralashib sizlarni ochadigan ilmning, ya'ni quduqning qopqog'ini ochadigan bir qancha odam lozim. U vaqtida sizlardan suog'il bo'ladi. Men faqat bu yerda mana mushumi bizning ojizligimiz. Mana ikram dunyosida insonlar to'g'ri bo'lgan buningki yetishib chiqqanlar yo'q bo'lganlik uchun men chiqib, men bir din o'qigan odam chiqib muxbirlik qilyapman. Nurg'un kishilar meni deydi, sen o'zingning da'vatni qilmay nima muxbirlik qilasiz deb.
Bu bek muhim xizmat bo'lganligi uchun qor niyatlarning Xitoylarning qo'liga tushib ketmasin deb bu xizmatni davom qilyapman asli meni xizmatim boshqa. Ya'ni bu falsafa fanlari masalasida va yoki sizlarningki necha vaqtni o'qib olgan doktorliklaringki qapqini ichishimizda sizlarga moslashib turadigan sizlar bilan ro'baro holat kelalaydigan kishilar bo'lish kerak edi. Maalesef badu ammo chiqmayotdi bilmadim. Sizlar nima uchun tepshanmaysizlar, nima uchun xalqning oldiga chiqib avval o'zinglar bir ichilsanglar bir-biringlarni açsanglar onundan keyin xalqning kallasi ichilsa belki yaxshi bo'ladi. İnşallah kelgusida chiqib qolasizlar. Shularga deb qo'ysizlar, chiqib sizlarning qopqoqlarini ochadigan insonlar chiqsin maydonga. Unda bo'lsa men shu ya'ni shu soatdagi Uyg'urning ijtimoiy fan sohasidagi barliq ziyonlarga qarata murojaatimday. Bu bek muhim bir narsa. Ben içbükülgen bir insan, ideya uç bir insan. Şuna deyiş gerek ki ben ta ki Yesli'den tartıp ta ki Alevit'ten tüttegice ya Japon 2005 yılça ben pak Uygur tildi geldim. Ben pak Uygur tildi geldim. Pak Uygurluk geldim de bilmem özlemli. Şu mendimi ben Uygurlar için bek mühim. Ben Xitay marifinin zehirlenişinden özlemni en zor derecede kutlulaştırmıştım da. Ben meyli alimiyat okuğa vakitleri olsun, hizmetlik vakitleri olsun, Japon kelgen vakti olsun. Ben izchil bu Uygur ne merkez kılıp geldim. Vatan sırtındaki barlık Uygurlar benim şu alaydigim karta benim kıymet karşıma diagnoz koyuş mümkün. Ben 2011 yıldan başlap bir az ekranlarga, okulların çakraklarına avaz koşup çıkışa başladım. Belki bu asas tarafım emas. Yani asas tarafım benimki Uygurlarınki asaslık sistemisini, Uygur devletçiliğini, yani Uygur'unki asaslık şu sahadaki tatbikatını kurup çıkış. Yani asasi hizmet bu. Ol hizmet. Ben hazır ol hizmetli kıvatımen. Japon'da ben uzak mezuniyet kıldım. Japon'un çoğu muhakeme yığınlarda, felsefe, etik muhakeme yığınlarda ben Uygur'un gibini kıldım. Uygur'un ilmini kıldım. Uygur'un ilmini, Uygur'un hareket şeklinde kıldım da. Ben bana verilgen bir diagnoz buluş gerek. Demek ki ben cahandaki barlık Uygurlar bilen kucakını kendi içip kucak sıcalayım. İnşallah. Her kandak Uygur bilen meyli o kandak Uygur olsun onu hemkarlık çalayım. Çünkü başka Uygurlar bilen hemkarlık benim burçum. Çünkü ben yeni bir Uygur şart kıldım. Elbette. Bu Uygur seviye bilen buna sessin. Şu Uygur'un mevcut real haleti mevcut en mühim. Dünyada birli Biz Uygur ortak yaşayımız. Birli Uygur kapqasa o Uygur özünün Uygurluğunu his kılamaydı yani. Doğru. Yani bir Uygur buluş lazım. Şu Uygur bilen biz özümüz özara texmi yaxshi bir aletni, texmi yaxshi bir ma'naviy aletni, ma'naviy sifat safani barliqqa keltirish va Uygurlarga bir xil musbat bir ta'sir paydo qilish uchun o'zimizning imkonlar bo'yicha tirishimiz. Meni çoğanda meni qiladigan ishim barliq bizning akademik insonlarimiz qilayotgan ish, akademik olimlarimiz qilayotgan ish va uning davomi yoki bo'lmasa yangi zamon shaklidagi ifodalanishi. Ben çokum bu sahada davamlılık kızışıl durman. Ömrümden ahirgacha ben bu hizmeti kılıman. Meyli başkalar beni ne bilirsin, değil misin, onun olan benim işim yok. Bırak ben Uygur'daki bu şu sahadaki az uçuraydıgan bir ziyari istek özümge diagnoz koyman. Ve akırda bu şu cihetteki tarihinin bana takılan bir burcu var, bir zimmisi var, bir vazifesi var. Bu vazifemi eda kılışım gerek. Bunun bahane sebebi yok. Allah kalırsa bu söz emez. Bu hareket neticesinde avamның aldında namayan bolsa ve cahandaki barlık Uygur ziyallarga benim müracaatim biz birleşip çoğun bir grup bazlı kılıp bir akademik şekilde, planlık şekilde her yılı, her ayda bir akademik bir Uygur'un bir asasi kuruluşunda olmalı. Mayıllı maaşçılıklarımız, maaş kılımızda Uygur'un asasi fanlardaki asasi kuruluşlarını çok kol tutuşlar gerek.
Bu bir adam kılı budaş emas. Bu hamkorlik talab qiladi. O'zaro qo'llash talab qiladi. Yaponda imkoniyatlar bor. Lekin bu yerda o'zaro hamkorlashib qiladigan odamlarning soni masalasi bor bu yerda. Sizlar Yani akademinin Yavrupa açıdı var mı yok Avrupa mu? Uygur ziyanları var. Uygur Amerika Akademisi'nin Uygur açıdı. ziyanları. Bular o'zaro zincir saman o'zaro aloqalashib bu to'g'ri shaklda o'zimizning Uyg'ur millatimizning asosiy ilm fan qurilishining usulini chuqur mukammal qurishimiz kerak. Yani 100 yildan keyinmi, 200 yildan keyinmi qimmatini yo'qotmaydigan shundoq eng muhim qurilish xarakterlik ishlarni, tadqiqotlarni biz planlab qilmasak bo'lmaydi. Muallim Bu mesela tarixiy burchimiz. Allah razı olsun. Mesela sizler muşundaq bir xizmatni başlasızları bo'lmamdi o. Yani çünkü men iliqi biz qilaymiz degan gapga qarshi. Yani boshlang'ich-chu. Chunki qandaq narsani men boshlaydi ekan-chu, men. U biz boshlamaydi ekan ko'pincha ishlarni. Men boshlab bizga aylandi ekanda. Chunki shaxslikdan boshlaydi ekan bu narsa. Masalan, jiq xizmatlar 4-5 odam bir yerga kelib boshlansimi, cho'qim uninki bir yildizi bir shaxsni ko'rsatdi ekan. Mushundaq bir falsafaviy nuqtadan hozir bir qarindishimiz so'rabdi. Amina degan singlimiz. Bundan keyin Uyg'urlarning qanday qilgan falsafa jihatdan to'g'ri yo'lni taraqqiy qila oladi degandek bir savol ekan. Endi biz bunga kelmaymiz, vaqtimiz to'shab ketdi. Faqat bundan keyin mushu nuqtada o'zlari bir xizmatning boshlamchiligini qila olamlar. Qisqaroq javob bersinlar. Vaqtimiz to'shab. Albatta qilayman. Bu tamam mumkin. Sizlar akademiyada bormi yo'qmi? Uyg'ur akademiyasida. Meni ismim çok Uygur Akademiyada bor. Bana ko'p qilib taklif qilgan. Ularning sarxillari bana davomli aloqada. Lekin men hozir qadar umuman Uygur Akademiyasining chet eldagi muhokama yig'inlariga qatnashishga muyassar bo'ldim. Ammo men bundan keyin imkoniyat yor berishda cho'qim xalqaro cho'ng ilm muhokama yig'inlari Uyg'urninki muhokama yig'inlariga qatnashishga chaqiraman, qatnashishga va'da qilaman. Ko'plagan Uyg'urlar menga aloqa avatdi. Men keyin ba'zi aloqalarni ko'rib nomus xijilib qoldim. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining hammasi menga aloqa qilyotdi. Qatnashishni tashabbus qilyotdi. Men chet eldagi Uyg'urlarning hammasini o'ziniki man qarta o'ziniki vazifasini ado qilib o'ylayman. Men chet eldagi barliq Uyg'urdan bir hisobda rozi deb qarayman. Allah razı olsun. İkinci sualım qolib qoldi, abayqi savol. Uningga nihoyat qisqa javob bersizlar. Faylasuf masalasi. Sizning kelgusida Uyg'urlarning ichidan chiqadigan bir faylasuf bo'lish ehtimolliklari yoki siz faylasufmi yani? Biz qanday biz bilmaymiz chunki faylasufning butun shartlari. Shaxsan men bilmayman. Birinchisi, mana bir narsa. Bu mening faylasuf bo'lishim bo'lmasligim hech qanday masala abi dedim-ku. Ammo biz aniq javob erishishimiz lozim. Uyg'ur xalqi bugun hamma narsaga ot qo'yishimiz lozim. Va somut konkret ismlar bilan chaqirilib xizmatlarni bek amaliy bo'lish lozim. Shuni bu yerda mencha bu yerda nimalikni tashlab qo'yishimiz kerak. Tavazzu deymiz-ku. Kichik beyillik, kamtarlikni. Xo'sh. Men G'arbninki asosiy faylasuflar haqida o'rganish tadqiqotni izchil davom qilyapman. Men intan afzal bir muhitda, ya'ni mening atrofimda o'tgandimi degan sarxil yapon faylasuflar orasida hozir. Men intan afzal bir muhitda turibman tadqiqot jihatda. Men hozir har kuni, har haftada yangi tadqiqotlar bilan uchrashyapman-da. Buning atrofidagi hammasi professorlar yoki mushu sohadagi doktorlarda men ma'lum muhitni qadrlayapman-da. Men bu muhitdan ayrilib asli Uyg'urning orasiga kirib Uyg'urcha yozsam bo'ladi. Bu yerdagi bundoq bir masala bor. Lekin men bu G'arbning asarlarini yoki misol o'sha tadqiqotdan o'zishning sababi Uyg'urningki asosiy falsafa tadqiqotlarini asosli model yoki asosli bilimlar bilan, usullar bilan beyitishda bizningki o'qishlarimiz, bilishlarimiz falsafa, tarixiy jihatdagi umumiy
eserler qaragan vaqtda, felsefedeki bütün eserler qaragan vaqtda san jihatdan az yoki bo'lmasa nisbiy tez deb aytish mumkin-da. Ammo biz izlanishimizni yiltizdan tutib qo'yapmiz. Bu bir yo'l, balkim bu yo'l uzoq davomlashadi. Sizni faylasuflikqa olib borishi mumkin. Yani cevabı. Ama ben bu Uygurlar bunu suisalat qilish mumkin. Uzoq bo'lmaydi. Ben çokum özlemliyim ki tarixiy vazifamning nimaligini bilaman. O vazifani ben çokum ado qilishga va'da beraman. İnşallah. Allah razı olsun. Nayt yaxshi suhbat bo'ldi deb qarayman. Balkim meni ba'zi gaplarni xato qilgan bo'lishim mumkin, chunki Yo'q. shuni kechirib o'tishlarini umid qilaman. Butun ko'rgan qarindoshlarimizdan Allah razı olsun. Oxirida qaytib qo'ydigan so'zlar bo'lsa, eng oxirida olama bo'lmasa mishada suhbatni oyoqlashtiraman. Oldi bilan ikra oldidagi barliq qarindoshlarimizga ko'p rahmat. Men bir izlanguchi, men bir aqlning oshiqidey, aql haqida izlanguchi, mening bilishim albatta mohiyatlik bilib ketish mumkin emas. Mening bilishlerim davomli cho'nqilish mangadi. Biz cho'qim o'zaro hamkorlash orqali o'zimizniki bilishimizni cho'nqilashtirib boramiz. Men buni ishonaman. Chunki falsafaningki eng oxirgi nuqtasi chekki yo'q. Yani oxirisi yo'q-da. Bu mangu davomlashadigan narsa. Bu mangu davomlashishning ichida biz o'zimizning yo'limizni, yani Uyg'urcha yo'limizni, Uyg'ur falsafasining yo'lini o'zimizning putimiz bilan, o'zimizning bilikimiz bilan, o'zimizning qalbimiz bilan qurib chiqamiz. Bu bizning tarixiy burchimiz, bu bizning mavjudlik masalamiz. Bu kelgusidagi Uyg'urning davlatininki qanday bo'lishi ham ma'lum jihatda oq ta'sir ko'rsatadigan muhim ish. Allah razı olsun. Rahmet doktor. Yani aslında yani saatlerce sizden jiq narsani anglab o'rganib olsak yaxshi bo'ladi, ammo vaqtimiz to'shdi. Niyat suhbatimizni oyoqlashtiramiz va sizningki inshaalloh kelgusi zamonlarda agar sizga o'xshagan falsafa doktorlari, psixologiya doktorlari bo'lib qolib qolsa, inshaalloh kelgusi zamonlarda bir ikramga kelib jiddiy munozara ilib boradigan maydonni aslida sizlar hozirlab bersizlar, biz vositachi bo'lib ekranda ep chiqib bersak, millatning uyg'onishi, millatning tafakkur jihati uyg'onishiga ul sog'an bo'lamiz. Inshaalloh bu jihatdan izlanib beqishlarini umid qilaman. Agar shunday bir sharoit hozir bo'lib qolsa, har zaman biz sizlarning xizmatlarini qilishga biz hozirmiz doktor. Bo'ldi, o'zlari uchun ko'p rahmat. Ben belki meningki deydigan gapim bu yerda chet eldagi barliq Uyg'ur ziyolilari aktiv bir shaklda muhim bir temalarda muzokara qilish, munozara qilish, ilmiy muhokama yig'ini qilish, bu orqali Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatish, buni jamoat fikriga aylantirish, siyosiy harakatning energiyasini bu yer bilan birlashtirish, balkim bu bizningki asosiy vazifamiz. Uyg'ur ziyolilari bu jihatda o'zining tarixiy vazifasini cho'qim yaxshi va cho'nqur tutish kerak. Tar doiradagi yakki faoliyat yoki yakki shakldagi hareketlerden menimcha bir bütün Uyg'ur ziyolilarini birlashtiradigan bir şekilde, bir akademik bir şekilde konkretni bir akademik bir temani tepib, shu tema asosida konkret xizmatni tamomlash shaklida ish olib berish va ishbirlik hosil qilish menimcha mumkin deb o'ylayman. Bu mening chaqirim. Rahmat sizlarga. Bugun bu kecha soat 3 dan qo'pab programmani boshlagan bo'ldik. Yaponiya vaqti 3 da. Sizlarni jiq charchatdik. Inshaalloh yana kelgusi zamonlarda ekranda ko'rishni umid qilamiz. Alloh omonat. Bugungi programmamiz aziz qarindoshlar mushayakchi bo'ladi. Butun dunyoga yeyilish uchun har zaman ham bahrilab bizning bu qimmatlik doktorimizning so'zlarini butun Uyg'ur xalqimizning anglashiga sababchi bo'lishinglarni umid qilaman. Hammanglar Allohga omonat. Yana bir qatimliq programmada ko'rishishga mumkin bo'linglar. Assalomu alaykum.